O'zbekistonda emas, balki Amerikada o'qishlari imkoniyatini beradi. 6 sinfligim IELTSdan 8 darajasini qo'lga kiritdim. Flex dasturi bo'yicha Garvard universiteti. Bu qanaqa akulalarga tushundingiz? Men o'zim atrofimda leveli uncha katta bo'lmagan ballarning ichida o'zim eng zo'raman deb bilgan bo'lgan ekan. Bu muammolar menimcha milliondan 1% holatda balki bo'lib qolishi mumkin. Bu ya'ni 1-2 oy ichida 1,5 ballga qanday qilib o'sish mumkin degan ma'noda. Menda bo'lgan muammo shu. Masalan, o'zim boshlamoqchi bo'lganimda o'zim bilan o'zim gaplashib mana zerikarlik bo'lgan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar va kuzatuvchilar, talabalarimiz. Men ismim Ayibxon Sobirov, Alfa School rahbari va asoschisi bo'laman. Va ikki yonimda bizni shogirdlarimiz Ayibxon va Ibrohimjon o'tirishibdi. O'zi bilasizlarki, o'tgan sonida, ancha sonida aytganmizki, bu podkastimiz maqsadi umuman shu IELTS yo'nalishida yoki umuman ingliz tili yo'nalishida qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan talabalarni birorta bir natijaga erishganda boshqa o'quvchilarga ham, talabalarga ham foydali bo'lishi uchun shu muvaffaqiyatga erishishlarida qanaqa bir deylik qadamlarni bosib o'tganliklari yoki qiyinchiliklarni bosib o'tganliklarini tushuntirish maqsadida shu podkastni yo'lga qo'yganmiz. Mana bugun nasib qilibdiki, IELTS Chit-chat podkastimiz 2-soni va bugun ozgina tanishtirib o'tsam, Ibrohimjon o'quvchimiz, talabamiz oxirgi natijalarga ko'ra IELTSdan 8 ballga erishdilar. Bundan biz juda ham mamnunmiz va Ayibxon esa kimgadir ma'lum emas, Flex dasturi bo'yicha umuman O'zbekistonda shu 45 tadan 50 ta atrofida tanlanadigan dastur bo'yicha yutib chiqdilar. Bu dastur haqida keyinchalik yana ham tushuntiramiz. Hozir qisqacha aytadigan bo'lsak, bu dastur umuman 11 yoki 10 sinfini talabalar, umuman maktab o'quvchilari Amerikada, O'zbekistonda emas, balki Amerikada o'qishlari imkoniyatini beradi. Ana endi asosiy qismiga kelsak, demak, umuman o'zi IELTS yoki Flexgacha bilamizki, albatta ingliz tilining roli beqiyos. Shuning uchun umuman o'zlaringga to'xtalyapmanki, umuman ingliz tiliga kirib kelish o'zi qanaqa bo'lgan yoki kim sababchi bo'lgan? Mana Ibrohimjon oldin o'zingizni tanishtirib, tomoshabinlarga keyin shu savolga bir to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Meni to'liq ismim Alif Ibrohimjon. Aytganlaridek IELTSdan 8 natijasini qo'lga kiritdim yaqinda. Ingliz tiliga qanaqa kirib kelganim aytadigan bo'lsam, bu aslida juda ham qiziq bo'lgan. 6 sinfligimda maktabda ingliz tilida peer pressure deymiz. Maktabimda juda ham ko'p o'quvchilar ingliz tiliga qatnashni boshlashgan edi. Lekin men ingliz tilini umuman maktabdagi bilimdan ko'ra boshqa hech narsani bilmasdim. Men juda qattiq o'rganmagan edim ingliz tilini. O'shaning uchun ingliz tilini mendan ko'ra yaxshiroq biladigan ballarga rostini aytaman, hasad qilardim. Lekin bir kuni men o'shanda yosh bola bo'lganimga ingliz tilini o'sha paytda roli qanchalik muhimligini bilmaganman. Lekin dadamlar bilishardi ingliz tilini. Dadam o'zlari ham ingliz tilini, ko'p tillarni biladigan odamlarni hurmat qilishadi. O'shaning uchun meni ham ingliz tilini bilishimni xohlashgan. Va meni bir kun so'rashgan edi mendan ingliz tiliga qo'shimcha darslarga borib ko'rmaysanmi deyishganda, men o'shanda ichimdan o'tgandiki, agar borishni boshlasam, men ham xudo xohlasa sinfdoshlarimga o'xshab ingliz tilida yaxshiroq bo'laman deb men ikkilanmasdan hop deganman. O'shanda adashmasam 7-sinf tugatgan edim yoz oyida. Men birinchi marta birinchi ustozimning ismlari Mohliroy bo'lgan. Beginner darajasini Mohliroyda o'qiganman. Undan keyin beginner darajasini tugatganimdan keyin ustozga Ayibxon Sobirov gruppalariga qo'shilganman 1 yildan keyin. U ustozingiz qayerda dars berganlar yoki uylariga borgandingiz? Shu haqida aytib o'tsangiz. Mohliroy ustoz Edu o'quv markazida dars berishgan. Edu adashmasam branchning ismi Guldasta edi. O'sha yerda 1 yil tahsil olganman Mohliroy gruppalarida. Qaysi darajalar bosib o'tgansiz? Beginner darajasini 0 dan boshlaganman. Birinchi borganimda hali dars bo'lmagan ekan. Birinchi borgan kunim ertangi kuni birinchi dars bo'ladigan ekan. Juda omadli ketib qolgan. Ya'ni rasa 0 dan boshlaganman. Birinchi gruppamni ismi Singapur edi. Ozgina
2 oycha boshqa branchda o'qiganmiz, lekin bilmadim qaysidir sabablarga ko'ra o'sha unisi branchga, Guldasta branchiga o'tishga majbur bo'lganmiz. 1 yildan keyin mani qo'lim sinib qolgan edi. O'shaning uchun qo'lim 10 qo'lim, men 10 qo'lda yozaman. O'shaning uchun homeworklarni qilolmaganim uchun ingliz tili to'xtab qolgan bir oyga. Gruppam oldinga o'tib ketgan, men gruppamga qaytib borganimda bilganman, ko'p narsani o'tkazib borganman, orqada qolib ketdim. O'shaning uchun ikki oldinroq orqaroqqa o'tishim kerak. Sinfdoshlarim bor edi, ismlari Behruz bilan Muhammad Rizo. Ular menga aytishgan ediki, Ayibxon domlada o'qiyapmiz biz, yangi elementary olasiz, kelib ko'ring, birga boramiz deyishganda, qiziqqanman, sinfdoshlarim bilan birga bo'lar ekanman deganman. O'shandan keyin sizni gruppangizga kelib qo'shilganman. 2020-yil noyabr oyida. O'shanda elementary boshiga kelgansiz. Elementary boshiga kelganman. Ha, yaxshi. Qani sizga to'xtalsak-chi. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Ayibxon Oloviddinov, yoshim 16 da. Hozirda Qo'qon shahar 2-o'rta ta'lim maktabida tahsil olaman. To'g'risi men ham bu natijaga erishishimga ingliz sinovini juda ham katta, ya'ni hozirda kelajakda o'zim amalga oshiradigan ishlarda ham buni o'rni katta. Ya'ni Amerikaga boradigan bo'lsam ham, ya'ni meni gaplashadigan tilim, so'zlashuv tilim bu ingliz tili. To'g'risini aytsam, ingliz tiliga kirib kelishimga ham qaysi ma'noda sababchi bu, ya'ni American Dream bo'lgan. O'sha vaqtlarda, ya'ni juda ham bir green cardlar, ya'ni o'sha Amerikaga ketish orzusi hammani misol uchun o'zini, ya'ni listida bo'lgan, ya'ni maqsadda bo'lgan. Jumladan men o'zim ham yosh bo'lishimga qaramasdan, o'zim birinchi, ya'ni kinoda ko'rib qolgan universitetim Garvard universiteti. Bu universitet orzusi menda juda ham, ya'ni jo'shib ketgan, ya'ni bu universitet haqida qidirishni boshlaganman va men ma'lumot olganimda bu universitet, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashganini bilganman. Va o'sha zahotiyoq, ya'ni dadamlarga borib aytganman, shunaqa, men mana shu universitetda o'qimoqchiman va bu universitet Amerikada, ingliz tilini o'rganishim kerak. Keyin men dadam, ya'ni o'zlarining do'stlari bor edi, o'sha do'stlari tavsiya qilgan o'quv markaziga meni ingliz tilida o'qishga olib bordilar. Hatto taxminan 1 yilcha atrofida o'qidim. Lekin qaysidir ma'noda o'zimda nimadir kamchilik his qildim, ya'ni ingliz tiliga o'zim sho'ng'ib keta olmadim, o'zim xohlagan darajada. Shuning uchun o'rtada ozgincha ingliz tiliga, ya'ni sovish yuzaga keldi, ya'ni men o'ylagan narsani bermadi ingliz tili. Keyin o'rtada to'xtab qoldim. Meni bu holatimni ko'rib, ya'ni dadamlar o'zimni, ya'ni orzusiga tomon yo'li to'xtab qoldi degan maqsadda menga boshqa o'qituvchi, boshqa o'quv markazi qidirishni boshladilar. Va o'sha davrda, ya'ni juda ham ko'plab o'quv markaziga murojaat qildilar, qidirdilar va bitta o'quv markazi dadamlarga juda ham ma'qul keldi va bu o'quv markaz o'quv markazi edi va o'quv markazida o'qituvchimiz Ayibxon Sobirov tahsil berishardi, ya'ni dars berishardi. Keyin menga bu o'quv markazi tavsiya qilishdi, Ayibxon Sobirov haqlarida ozgincha ma'lumot berishdi va o'quv markaziga bormasdan avval to'g'risini aytaman, o'quv markazi menga yoqdi. Ya'ni o'qituvchim, o'quv markazi joylashgan nuqtasi, beradigan ta'limi, tahsili o'zimga ma'qul keldi va bu o'quv markaziga birinchi darsga bordim. Xullas aytadigan bo'lsam, juda ham o'quv markazi yoqdi. Ayibxon Sobirov dars berish, ya'ni tizimlari juda ham menga ma'qul keldi. O'sha menda to'lmagan bo'shliqni bu to'ldira oldi. Shuning uchun men, ya'ni ingliz tilidagi o'zimning yo'limni, journeyimni davom ettirdim. Agar eslaysizmi yo'qmi, birinchi kelganingizda adashmasam Achieve the Moon yoki qanaqadir yuqoriroq darajaga tushgandingiz. O'sha kuni test edi va testda siz o'shanda kichkina edingiz, 5-sinf yoki 6-sinfdingiz, lekin boshqa o'quvchilar 8-9-sinfda adashmasam, chunki ular o'sha beginner elementary tugatgandan keyin hatto dastur bo'yicha Achieve the Moonga o'tib, keyin pre-intermediate ga o'tilardi. Chunki pre-intermediate kitob ancha qiyinligi uchun qaysidir ma'noda elementary bilan pre-intermediate bog'lab turuvchi elementarydan qiyinroq bo'lgan bitta kitob tanlangan edi. Siz test yechganingizda balki o'sha placement test deymiz, daraja testini yechganingizda darajangiz yaxshi chiqqanligi uchun o'sha gruppaga qo'ygan bo'lishlari mumkin, lekin qaysidir ma'noda aynan Achieve the Moon'ni o'zi u kitobni betiga pre-intermediate deb qo'yganda, lekin biz o'zimizni boshqa kitobdagi, boshqa dasturdagi pre-intermediate'dan Achieve the Moon'ni kitobi osonroqligi uchun uni tipa elementary plus qilib qo'yilgan. U rosa kelgan kuningiz adashmasam test bo'lgan, test olganimizda o'z davom ettiring, eslaysizmi? Nightmare bo'lganda. To'g'risini aytsam, men o'quv markaziga kelganimda, meni darajam o'zi testda ham misol uchun 1 ballga yetmay qolgan, ya'ni o'sha Achieve the Moon darajasiga. Lekin men o'sha yerda, ya'ni o'zimni hisob turib olganman, dadamlardan ham aytib, "Yo'q, men pastki darajada o'qimayman, ya'ni o'qishimni tortib keta olaman, o'zim, ya'ni boshqa o'quvchilardan ham ustun bo'lishga harakat qilaman" deb aytgandim. Shuning uchun o'zimni, ya'ni harakatim qistovim bilan, ya'ni o'sha gruppaga kirganman va birinchi dars kuni menga test berishgan. Test juda ham qiziq bo'lgan. Testdan
100 balldan adashmasam 49-50 ball olganman. Juda ham failure bo'lgan, juda ham o'zimda ham qanaqadir stress bo'lgan. Ya'ni birinchi kundanoq menda failure bu juda ham boshqacha hissiyot bo'lgan. Lekin undan keyingi testda meni juda ham xursand qiladigan narsa 100 balldan 100 ball qo'lga kiritganman. Ya'ni o'sha o'rtadagi failure'ni o'zim uchun qaysi ma'noda successga almashtira olganman, aylantira olganman. To'g'ri, sizda qaysidir ma'noda intilishingiz, qiziqishingiz, potensialingizni ko'rganligim uchun o'zi aslida past gruppaga tushirishimiz kerak bo'lgan, lekin siz yo'q harakat qilaman, ozgina yana bir marta imkoniyat bering degansiz. Qani siz motivatsiyangizni so'ndirmaylik degan ma'noda imkoniyat bergandik. Undan qolgan davrda testda yaxshi ball olganlik uchun o'sha gruppada o'qib ketgansiz. O'zingizdan kerak bo'lsa 3 yosh, 4 yosh katta bolalar bilan o'qib, menimcha qaysidir ma'noda, qaysidir vaziyatlarda umuman talabalarni o'zidan kattalar bilan o'qib turib, ular bilan bellasha olishi o'sha talabani kelajakda tezroq muvaffaqiyatga erishishiga juda katta hissa qo'shadi deb bilaman. To'g'ri. Bu ham katta rol o'ynagan bo'lsa kerak. Lekin bu qaysidir ma'noda hozirgi meni muvaffaqiyatimga ham qaysidir ma'noda sababchi, chunki men keyinchalik bu haqida batafsil aytib beraman. Flexga bo'lgan birinchi qadamim ham o'sha guruhdan boshlangan, o'sha darajadan boshlangan. Va qaysidir ma'noda agar men o'sha joyda masalan, past guruhda o'qiraman degan narsani aytganda, balkim flex haqida menda tushuncha bo'lmasdi, balkim eshitmasdim va hozirgi darajamga yetib kela olmasdim deb o'ylayman. Yaxshi, tanishib o'tdik. Hop, keldilaring, mana buni bildik. Keyin mana gruppaga qo'shildingiz. Endi men hammasini o'zim aytsam, to'g'ri bo'lmaydi nazarimda. Gruppaga qo'shilganingizdan keyin mana IELTS topshirdingiz va birinchi natijada birinchi urinishda 6,5 ballni qo'lga kiritdingiz. Shu gruppaga qo'shilganingizdan 6,5 ballgacha bo'lgan davr mobaynidagi ingliz tilini ichida, ingliz tilini okean deb oladigan bo'lsak, shu okeanda qanaqa bir deylik baliqlarga duch keldingiz, qanaqa akulalarga duch keldingiz, qaysi vaziyatlarda maza qilib suzdingiz, shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Men birinchi sizni gruppangizga kelganimda juda qiynalganman. Chunki sababi Mohor Raypani gruppalarida men eng zo'r o'quvchilardan birinchisi bo'lgan, bittasi bo'lganman. Testlardan doim katta olardim. Lekin sizni gruppangizga kelganda nimagadir men eng zo'r o'quvchilardan emas ekanman. Men keyin buni tushunib yetdim, kattaroq bo'lganimda tushunib yetdim. Mohor Raypani gruppalaridagi ballar leveli ancha past bo'lgan ekan. Men o'zim atrofimda leveli uncha katta bo'lmagan ballarning ichida o'zim eng zo'riman deb yurgan bo'lgan ekanman. Sizni gruppangizga kelganimda mendan ham level katta ballar ko'p edi, o'quvchilar ko'p edi. Keyin menda stress bo'lib qolgan. Menimcha bir oy menda ingliz tilidan shug'ullanmay qolganim shunaqa bo'ldimikin deb o'ylaganman. Lekin keyin harakat qilganman. O'tgan gruppamda agar lider bo'larkan bo'lsam ham, bu gruppada xudo xolisa yaxshiroq o'qib, yana eng yaxshi o'quvchilardan bo'lishga harakat qilaman deganman. Shundan keyin elementary tugagan, pre-intermediate juda ham ko'p vaqt general English'da o'stirishga harakat qilganman. Siz ham darslarda asosan general English'ga urg'u berasiz. Men shu fikrga qo'shilaman. IELTS'da ham, Flex'da ham ingliz tili kerak bo'lgan har qanday dasturda general English eng muhim rolni o'ynaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Menimcha bu ko'p o'quvchilar tomonidan ham oqlanadi. IELTS'ga yetib kelganimda birinchi IELTS'dagi natijam 6,5 edi rostdan. 2024-yil 1-iyunda topshirganman. Menimcha unda 6,5 chiqqanini sababi men o'zim shuncha yil o'qib 6,5 ga loyiq emasman deb hisoblaganman. Lekin o'zim bilan honest bo'lib, yaxshilab o'ylab ko'rib, nimaga menda 6,5 chiqdi deb o'ylab ko'rganimda, menimcha birinchi sababi imtihonga yaqin qolganda o'qishni men deyarli tashlab yubordim. Baqa Alpha School'ga darslaringizga kelib yurdim, lekin qo'l uchida dars qilib, men qo'l uchida dars qilib yurdim. Meni miyamdagi narsa bir oydan keyin IELTS topshirsam qutulaman deb o'ylaganman. Stresslar hammasi ketadi, shuni topshirsam bo'ldi, endi pastdek destinationga yetdim deb o'ylaganman. Hali vaholanga kiritmasdan, o'zim orqaga tortadigan paytim aslida yana ham o'zim oldinga itarishim kerak bo'lgan payt. Push qilishim kerak bo'lgan payt bo'lgan. Bir oy qolganda men tashlab yuborganman. Shuni keyinchalik tushunib yetdim. Yana men o'ylayman, nimaga pastroq chiqib qoldi, 6,5 chiqib qoldi birinchi urinishimda deb. Birinchi urinishimda CDI deymiz, Computer Delivered IELTS test kompyuterda topshirganman. Nimaga kompyuterda topshirdim? O'sha paytda men bilishim bo'yicha ko'p ninerlar kompyuterda topshirardi.
demak qanaqadir siri bormi ekan computer delivery topshirsa qaysidir miyangizda qaysidir burchagida computer delivery test topshirsa menga yordam 7lik bala o'quvchi 8 oladi. Ya'ni uni ochiq oydin aytilmasa ham qaysidir fikri miyangizda qaysidir hujayrasida shu narsa miyangizdan o'tadi. Lekin million martalab biz videolarda ko'ramiz, o'qituvchilar aytadi, naynanlar o'zi aytadi, deylik CD bilan, ya'ni o'sha CBT bilan PBT nima farqi bor desa, bunisi kompyuterda topshiriladi, bunisi qog'ozda topshiriladi, boshqa farqi yo'q deydi aslida. Lekin sizda mana shunaqa fikr o'tgan bo'lishi mumkin, balki birinchi. Lekin hop davom ettiring, nimaga aynan o'shani tanladingiz va test jarayoni qanaqa bo'ldi? Computer delivery test tanlaganim asosiy sababi men attract qilgan narsa, o'ziga jalb qilgan narsa natijalar tez chiqishi bo'lgan. Juda ham bilgim kelgan, 2 hafta kutarmasam kerak deb o'ylaganman. U paytda hozir 1 kun 3 kunda ichida chiqyapti, u paytda 3 kun 5 kunda ichida chiqardi. Natijam 3 kunda chiqqan, 6,5 bo'lganman, 6,5 olganman. Test o'ziga qanaqa test o'ziga to'xtalsam, Toshkentda topshirganim uchun Toshkentda deyarli har oyda har kuni computer delivery test bo'ladi. O'shaning uchun qaysi kun borsiz ham odamcha ko'p bo'lmaydi. Paper based unaqa emas. Bir oyda o'zi 4 marta bo'ladi, hamma odam yig'ilib qoladi 4 kunga. Computer delivery testi 30 kunga sochilib ketgan. Men borganimda 40 kishilik xonada 3 kishi o'tirganmiz. 3 kishi o'tirganmiz. 40 ta kompyuter bor. Kompyuter bor. Xohlagan kompyuteringizni tanlayver degandek. Shunaqa bo'lgan. Keyin men tayyorlanish jarayonida, IELTS'ga tayyorlanish jarayonida ko'p o'quvchilarga o'xshab qog'ozda praktis qilganman, lekin imtihonni o'zida birinchi marta kompyuterda his qilish menga juda qiyin bo'lgan, ya'ni adopt qila olmaganman. Listening boshlangan, listening listening menimcha yaxshi bo'lgan deb o'ylaganman o'zimda. Listening yaxshi bo'ldi deb o'ylaganman, chunki tushunish qiyin emas edi listeningda. Reading ham qulay bo'lgan. Bitta tarafda tekst, bitta tarafda savollar, lekin baribir men o'rgangan test formati emas edi bu. O'shaning uchun ko'nikib olishga ancha vaqt ketgan. Writing awful. Writing umuman juda yomon bo'lgan. Chunki birinchidan typing uncha zo'r rivojlanmagan edi menda. O'zi practice qilganmidingiz typing bo'yicha? Typing bo'yicha topshirishdan oldin kam qilgan edim. Practice qilgan edim, kam qilgan edim. Writing yozayotganda soat turadi kompyuterda. Soat vaqt tugayotganini qarab odam stressga tushadi, asabiylashadi. Typing yozayotganda ham ko'p xato qilasiz. Xudo qarasiz vaqt ko'rinadi. Xatoni o'chirishga ham qo'shimcha vaqt ketadi. Xato qilaversangiz, xatoni o'chirib yana to'g'rilashga ko'p vaqt ketadi. Shunaqa narsalarni men birinchi marta imtihonda o'zida experience qilganimga ozgina menga shu obstacle bo'lib qoldi, ya'ni men orqaga tortish narsa. O'shaning uchun 6,5 chiqib qolgan deb o'ylayman birinchi urinishimda. Speakingchi farqi bor, masalan paper based bilan computer delivery test. Speakingda computerda topshirsangiz ham, speakingda paperda topshirish varianti bor, ham Zoomda topshirish varianti bor. Lekin ba'zi bir payt bilmadim, menimcha bu IGB bilan bir chiqqanligi o'zini sabablariga ko'ra ba'zi bir payt sizga faqat Zoomda o'zi available bo'lishi mumkin yoki paperda o'zi available bo'lishi mumkin. Menda faqat Zoom available edi. O'shaning uchun Zoomda topshirganman. Qog'ozda topshirsangiz ham ba'zi bir payt Zoomda topshirishingiz mumkin. O'shaning uchun speakingda uncha katta farqi yo'q. Buni endi men qo'shimcha ma'lumot bilan aytishim mumkin. Men bilishim bo'yicha bilamizki, testlar 2 oy 3 oy oldin book qilinishi mumkin. Balki siz testga yaqin qolganda book qilgandirsiz. Ko'pincha talabalar face to face bu vaqtlarni book qilib bo'lgan bo'lsagina o'shanda video calllar qoladi. Video calllarda soni ko'pda o'z-o'zidan, chunki face to face bilamizki, faqat Toshkentda bo'lgan o'sha native speakerlar, ya'ni speaking examinerlar tomonidan o'tkaziladi. Video callda bilamizki, Zoomda u qaysidir speaking examiner Hindistonda bo'lishi mumkin, Bangladeshda bo'lishi mumkin yoki deylik Gollandiyada bo'lishi mumkin, Amsterdamda va hokazo. Ya'ni butun dunyoda o'sha British Council yoki IDPni o'zini speaking examinerlari Toshkentda bo'lmasdan turib, butun dunyoda turib, Zoomdan internet orqali bemalol speakingni tekshirib baholab berishlari mumkin. Shuning hisobiga video call orqali, ya'ni Zoom orqali topshirish alternativi opsioni ko'p. Yaqin qolganda menimcha sizda shunaqa muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zi qancha oldin book qilgan edingiz? Book qilganim 1 oy oldin. 1 oy oldin qilgan edim, balkim bu paytda katta muddat emas. Uni ustiga 1-iyun bilamizki, pik payti hamma o'sha universitetga topshirmoqchi bo'lgan talabalar iyunga yaqin hammalari IELTS topshirishadi yoki TOEFL topshirishadi. Shuni hisobiga allaqachon book qilingan bo'lishi mumkin. Meni o'zimda ham savol bor. Masalan, meni o'zim ham hali beri IELTS topshirganim yo'q. Mana bir sabablarga ko'ra endi topshirishim kerak.
Mani o'zim shaxsan o'zimning fikrimga ko'ra, misol uchun kimdir bilan ayniqsa masalan nativelarning oldida o'zimni yaxshi his qilmasligim mumkinda. Masalan, shuning uchun qaysi ma'noda Zoomda topshirsiz, ya'ni u odam sizni ro'parangizda o'tirgani yo'q, qaysi ma'noda hissiyotlar kamayishi mumkinmi masalan, o'zidan kelib chiqib aytadigan bo'lsangiz. Zoomda topshirsa, paperda topshirgandan ko'ra in persondan ko'ra qaysi ma'noda hayajon kamayib, misol uchun bemalol o'tirib, misol uchun sizni erkinligingizga kravatlarda o'tirib olib, masalan, qaysi ma'noda kresloda o'tirib olib, kofe damlab, qaysi ma'noda. Men to'g'risi ikkinchi imtihon paperda topshirganman. O'shaning uchun speaking ham paper face to face bo'lgan. Ikkalasiga ham experience'im bor edi. Speaking. bemalol hozir savollarga javob bera olasiz. Shunaqa. Kompyuterda sizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Qachangina siz o'zingiz ichingizdan, tabiatdan kompyuterda o'zi yaxshi bilmasangiz yoki ba'zi bir odamlar bor, kim bilandir gaplashganda uyalib qoladi, yaxshi gapira olmaydi. Shunaqa odamlar bo'lsa, ularga face to face yomonroq. Mana shunaqa narsalar ularda o'zini ichidagi sabablari bor yoki biror bir technical issue bo'lib qolsa, sizga gapingizni qaysidir joyini eshitmay qolsa yoki boshqacha biror bir so'zni boshqacha pronounce qilganda eshitilsa unga aslida to'g'ri pronounce qilgan bo'lsangiz ham shunaqa mayda xatolaringizni inobatga olib ichiga pasayib qolishi mumkin. Lekin agar odam o'zi confident bo'lsa, speaking skilllariga ishonsa, kompyuter farqi yo'q, face to face farqi yo'q bo'lsa, u insonga menimcha technical issues bo'lmasa, hammasi fair bo'lib, sizga o'z levelingizga mos band score beradi ikkalasi ham. Ayni qaysi ma'noda computer based topshirsiz technical issue ham bo'lishi mumkin. Masalan, safarda ko'p bo'ladi deb eshitganman, qaysi ma'noda IELTSda uncha men bilmadim. Endi balkim bo'lishi mumkin. Sizda bo'ldimi birorta? Masalan, menda computer based speaking testingga kirishimdan oldin menga o'sha British Councildagi yordamchilar agar biror bir technical issue bo'ladigan bo'lsa, tugmacha bo'ladi. Tugmachani bossangiz men kelib to'g'rilab beraman. Keyin balkim o'sha savolni boshqatdan berar ekzamener qaysi savolda tutilib qolgan bo'lsa technical issue. Shuning uchun ular ICBM British Council ham make sure qiladi. Muammo bo'lmasligiga, hammasi fair bo'lishligiga sizni ishontiradi. Demak, qaysi ma'noda ikkalasi ham, ikkala option ham o'zidan kelib chiqadigan bo'lsa, to'g'ri, masalan. Lekin ham yana shu tarafi borki, hozir bular allaqachon anchagina O'zbekistonda tajribaga ega, umuman o'zi test center sifatida ham bu muammolar menimcha milliondan 1% holatda balki bo'lib qolishi mumkin. Masalan, deylik, ular kutilmagan holatda butun binoda svet o'chib qolsa. Lekin boshqa bir hol yoki deylik, examinerda svet o'chib qolsa. Agar kompyuteri to'g'ridan-to'g'ri deylik, socketga plug qilingan bo'lsa demoqchiman. Bundan boshqa holatlarda menimcha ular siz kirishingizdan oldin yoki ertalab ular umuman ekzaminer o'sha speakingga kelgan talabalarni qabul qilishdan oldin 2-3 martalab yaxshilab tekshirib, har tomonlama ishonch hosil qilib, keyin kiritishlari hammaga ma'lum, bilamiz. Va umuman o'zi agar bunaqa technical issue o'zi ko'p bo'lganda deylik, talabalar tomonidan ko'p martalab shikoyat bo'lgan bo'lardi. Bu narsalar bo'lmayaptiki, demak, bu betda hozir computer based yoki o'sha face to face topshirganingizda yoki o'sha Zoomdan yoki face to face topshirganingizda technical issuedan ko'ra insonni o'zini ichki xohishi yoki afzalligi menimcha ko'proq rol o'ynasa kerak. Lekin misol uchun kimdir yana bir tarafi borki, misol uchun kimdir o'zi kamerani oldida o'zini yaxshi tutolmasligi mumkin. Bu tomoni ham bor. Ya'ni o'zini erkin tutolmasligi mumkin yoki birinchi marta shunaqa holatda, chunki xuddi robot gapirayotgandek tutarsiz balki o'zingizni, chunki fobiya bo'lishi mumkin. Qanaqadir fobiyadir yoki natural o'zingiz tutolmassiz. Kamerada o'zingiz ham ko'rinib turasiz-da kompyuterda. O'zi ko'rib turasiz. Shuning uchun men maslahatim, kimdir deylik, computer based topshirmoqchi bo'lsa, bir marta bo'lsa ham o'zini videoga olib yoki bo'lmasam notebookda shunaqa ba'zan funksiyalar borki, siz web kamerani programmasiga kirsangiz, sizni to'g'ridan-to'g'ri yozishi mumkin va siz o'zingizni ko'rib turasiz. Va bemalol web kamera bilan birorta deylik speakingdagi savolni o'zi so'rab javob berishingiz mumkin. Shu ham qaysidir ma'noda tajriba bo'ladi computer based topshirmoqchi bo'lgan talabalarga. Yaxshi, IELTS 6.5 journeyni yoki bu natijani tugatdik. Mana keyin men o'zim ozgina tushuncha bermoqchiman. Kelganingizdan keyin shu 6.5 o'zi aslida natijani e'lon qilganingizda yoki menga aytganingizda o'zi boshqalar hali bilmagan edi nazarimda. Meni o'zimda ham xuddi sizga o'xshab qaysidir ma'noda sizni potensialingiz, sizni bilimingiz yoki shuncha o'qigan mehnatingiz, tajribangizdan kelib chiqqan holatda siz 6.5 ga emas, undan yuqorirog'iga loyiqsiz degan tushuncha, umuman shu ishonch menda bo'lgan. Shuning uchun o'sha kelganingizda o'zi birinchi bo'lib eslaymanki, Ibrohimjon oldinga o'tkazib olib gaplashgan suhbatimizni eslaysiz. Siz hozir bu bilan to'xtab qolmang.
siz kamida 7,5 ga loyiqsiz. Chunki bundan oldingi mocklarni ham eslaymiz, mock topshirib yurardik yoki har hafta listening reading test qilinardi. Natijalaringiz listening readingda 8 dan tushmasdi. Oxirgi o'sha 1-2 oyda oladigan bo'lsak. Shuning uchun ustida yaxshilab ishlab, faqat bu safar o'zingiz uchun ham nimadir o'zgarish bo'lishi uchun hamma narsani o'zgartirib ko'ring. Mana kompyuterda topshirdingiz, face to face bo'lmadi deylik, Zoom orqali bo'ldi. Endi keling, hamma narsani o'zgartirib ko'ramiz. Teskarisini qilamiz, balki experience ham o'zgarib, adventure ham bo'lardi qaysidir ma'noda va o'zingiz uchun ham nimadir yangilik bo'ladi. Balki mayli natija bir xil chiqqan taqdirda ham hech bo'lmaganda o'sha tayyorgarlik davri yoki siz urinib ko'rganingiz qoladi. O'sha urinib ko'rish yoki deylik yana bir 2 oymi, 3 oymi tayyorgarlik jarayonida mayli natijangiz o'zgarmasin, lekin o'zingiz uchun o'sasiz-ku. Nimadir so'z o'rganasiz, qaysidir maqolani o'qiysiz. Hech bo'lmaganda harakat qilib ko'rmadim. Qoldida shu 6,5 keyinchalik 10 yildan keyin alamda qolgan. To'g'ri, siz o'qishga kirib ketarsiz, chunki 5,5 ham biladi, yetamiz. Hamma biladiki, hamma universitetlarga kirishga yetadi. Lekin 4 yil, 5 yil yoki undan ko'p muddat o'qib yoki oxirgi mock testlaringiz 8 dan baland chiqayotgan holatida overall siz kutgan natija bo'lmasa, degan ma'noda qolasiz. Va bu narsa menda ham o'tdi. Chunki aslida men o'zim bilamanki, boshqa ustozlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Ustozlar talabalardan ham ko'ra ko'proq ularni yaxshiroq natijaga erishishni ko'pincha kutadi. Ba'zi bir ballar bor, deylik, 1 yil, 2 yil yoki qanchadir muddat o'qiydi, 5,5-6 oladi, o'qishga kirib ketadi. Umuman o'zi o'qish davrida ham unaqa ingliz tili bo'ladimi, matematika bo'ladimi, kuch bilan, ishtiyoq bilan borini berib o'qimaydi. Endi bu atroflaringda ham bor, kuzatgansizlar, ko'rgansizlar, bilamiz. Lekin o'sha paytda ustozlar ulardan da ko'proq xohlaydiki, u talabani kuchliroq o'qishini, yaxshiroq natijaga erishishini. Xo'p, o'sha suhbatimizni eslaysiz. Shundan keyin nima o'zgarishlar qildingiz va shu qancha davr o'tdi, qancha muddat davomida tayyorlandingiz va IELTS 8 olishingizda, shu qisqa muddat ichida olishingizda nimalar yordam berdi bo'ylaysiz? Hop, suhbatimiz menga juda ham katta motivatsiya bergan edi. Ustozim ishlanyaptilarmi? Men o'zim ham demak qilaman deb menda ichimda urge paydo bo'lgan edi. O'shandan keyin qilgan birinchi narsam aytganimdek, bundan oldinroq aytdim, 6,5 nimaga 6,5 chiqib qolganini sabablarini topishga harakat qildim. Aytdim, o'qishda oxirgi 1 oyda tashlab yubordim. Keyin computer based effect qilgan bo'lishi mumkin. Shularni to'g'riladim. 2 oy keyingi imtihon 2 oydan keyin bo'ldi. 2 oy davomida men o'qishni uyda o'qib, ham Alpha School'da o'qib, o'qishga beradigan o'zim soatlarimni, vaqtimni juda ham ko'paytirdim. Ya'ni vaqtim juda ham katta qismi o'qishga ketdi. Vaholanki 6,5 dan oldin 1 oyda ichida qo'l ichida dars qilib yurardim. Shu 2 oyda ichida eng katta qilgan o'zgarishim ko'proq dars qildim. Necha soat va nimalar rutiningizga to'xtalib o'tsangiz ham bo'ladi. Chunki bu vaziyatlarga juda ko'p talabalar tushadi. Hozir alohida kerak bo'lsa video qilish mumkin yoki shu qismini alohida bo'rttirib aytishimiz mumkinki, how to boost your IELTS score for 1.5 band within 2 months. Deb alohida bir kurs qilasiz kerak bo'lsa, tayin qilishingiz mumkin-da. Bu ya'ni 1-2 oyda ichida 1,5 ballga qanday qilib o'sish mumkin degan ma'noda bu ko'p talabalarga juda ham katta qiyinchilik va savol. Kimdir 6-6,5 ni qotib qolib, 6 oy, 1 yillab shug'ullanib ham zo'r 1,5 ballga ko'tarish mumkin-da. Shuning uchun ham detalli, ya'ni batafsil aytsangiz ham yaxshi bo'ladi. Rutinamga keladigan bo'lsak, men eslayman, juda ham ko'p holatlarda uyquga to'yib uxlardim. Uyquga to'yib uxlagandan keyin ichida tursam ham, o'zim xonam bor uyimizda, xonaga chiqib, ba'zi bir payt peshinga yaqin chiqib ketib shomda tushardim. Hamma sharoitlarda uydagilar qilib berishgan edi, katta rahmat aytaman bunga. Menimcha uydan yordam ham, uydan beriladigan sizga ishonchim juda katta rol o'ynaydi. Uyimda menga qulayliklar yaratib berishdi. Men o'zim xohlaganimcha o'qidim. Keyin alohida to'xtaladigan bo'lsa, listening, reading, writing, speaking 2 oy davomida hammasini qoldirmasdan 4 skillga ishlardim bir kun ichida. Ozgina-ozginadan kirib chiqardim. Ba'zi birlar maslahat beradi, listening, reading bir kun, writing, speaking bir kun. Lekin menda vaqt yo'q edi. Chunki suhbatimizdan keyin sразу men avgust boshiga men imtihonni naqd qo'ygan edim, deadline уже bor edi menda.
O'shaning uchun alohida qilishga men risk qilmadim yana. Ro'yxatdan o'tib bo'lganmidingiz? Ro'yxatdan o'tib bo'lgan edim. O'sha natija chiqqandan keyin allaqachon o'sha avgustga deyapsiz. Nechinchi avgust? 8-avgust. 8-avgustga allaqachon imtihonni bu qilib qo'ygansiz. O'shaning uchun shu ham menga yordam bergan, consistent bo'lib turishga. Shunaqa. Aynan o'sha sectionlar bo'yicha, mana listening, reading, writing, speaking bo'yicha ishladim dedingiz. Qaysi kitoblardan ishladingiz masalan? Ya'ni yoki qanday ishladingiz? Aynan nima qilib o'stirdingiz va qaysi kitoblardan foydalandingiz? Resurslardan. Materiallar, resurslar. Alpha School'da listening, reading, writing, speakingga qanaqa materiallar bersa, bir o'zini davomida ketdi. Men uyda additional qo'shimcha tarzda self study uchun qilgan narsalarim Improve Your Listening Skills adashmasam shunaqa kitob bor. Unda shunaqa qilingan 10 tami 20 tami unitga bo'lib qo'yilgan. Har bitta unit, har bitta skillga. Bitta unit ichida 20 ta mashq bor. Uni tugatib tashladim 20 kun ichida. Har bir kuni bittadan unitdan qilib tugatib tashladim, chunki men bilardim yana ham o'zimdan qo'shishim kerak, yana ham listening hamma skillni o'stirish uchun pressure'ni oshirishim kerak. Yana ham oshirishim kerak. Keyin readingga keladigan bo'lsak, readingga men o'zimga bo'lib olgan edim rutin. Ertalab turganda obed mahalda, balkim birinchi ovqat yeb bo'lgandan keyin evening, keyin before going to bed. Har kuni 30 minutdan kitob o'qish. Bu reading comprehensionni oshiradi. Men badiiy kitob ertaga yoki roman emas, psychological anaqalar. 101 essays that will change the way you think degan kitob bor, keyin 48 laws of power. Zo'r, mana shu ikkita kitobni o'qib tugatdim 2 oy ichida. Falsafiy kitoblar o'qigan ekansiz. Ha, shunaqa. O'zim qiziqqan narsalarni o'qishga harakat qildim. Albatta. Undan keyin har kuni to'liq emas, bor yo'g'i bitta passage. Readingdan har kuni bitta passage, har kuni bitta testga kirib chiqishim kerak. Readingga o'zimni bitta immerse qilishim kerak. Shuna readingga shunaqa ishlandi. Writingga keladigan bo'lsa, writingga yomon ko'rgan qismim edi, lekin 6,5 olgandan keyin practice qilaverish jarayonida writingga yaxshi ko'rgan qismimga aylanib qoldi, chunki sababi writingda har doim har xil topikka yozasiz. Faqat writing skilllaringiz improve bo'lmaydi, sizni dunyoqarashingiz ham improve bo'ladi, chunki bitta topikka essay yozish uchun sizda idea bo'lishi kerak, ideani topish uchun yo artikel o'qiysiz yoki Google dan research qilasiz, shunga o'xshagan narsalarni qilib o'zingizni ham oshirasiz, ya'ni o'zingiz dunyoqarashingizni ham, o'zingiz bilimingizni ham oshirasiz. Bundan keyin writingga ninerlar bor. Men o'zim yaxshi ko'radigan ninerlar, birinchi Dilshodbek Ravshanov, keyin Muhammad Ali degani bor, familiyalari esimda yo'q, keyin Jo'rabek Sanakulov. Shu 3 ta ninerda essaylarini random topikni randomly tanlardim, random qilib tanlardim. Undan keyin artikel o'qirdim, topolsam. Artikel topolmasangiz, ChatGPT juda ham katta yordam berishi mumkin. Chunki bo'lib qolishi mumkin, topikka siz o'z artikel topolmaysiz yoki Google'dagi ba'zi bir maqolalar deymiz. Maqolalar topikka juda ham tushmasligi mumkin. Siz topikda include qilishingiz kerak bo'lgan narsalar u artikellarda berilmagan bo'lishi mumkin. Mavzusi o'xshasa ham. Shunda siz topikni o'qiysiz, o'zingiz bilasiz, nimalar haqida yozishingiz kerakligini ChatGPTga to'g'ri savollar berib, shu mavzu haqida menga topik artikel yaratib bersangiz, sizga aynan kerak bo'ladigan, aynan essayingizda kerak bo'ladigan artikel yasab beradi. Keyin u artikelni o'qib, bemalol idea o'g'irlash mumkin, vocabulary o'g'irlash mumkin. Chunki men o'zim shaxsiy fikrim, ba'zi birlar aytadi, essay yozayotganda o'zini borini chiqarib berish kerak, o'zida nima bo'lsa o'shani yozish kerak. Agar research qilib unaqa qilsa o'zini aldagan bo'lib qoladi deydi. Men qo'shilmayman bu gapga. Chunki siz qanaqadir essay yozayotgan bo'lsangiz, oldin input qo'yish kerak. Input qo'ymasangiz baribir progress bo'lmaydi. Siz o'zingizda dunyoqarashingizga qarab, biror bir mavzuga siz essay yozishingiz kerak bo'lgan mavzuga umuman duch kelmagan bo'lishingiz mumkin hayotda. O'shaning uchun baribir research qilirish kerak, vocabulary olirish kerak. Essayni yozib bo'lganimdan keyin iloji boricha ChatGPTga emas, meni writing levelni mendan balandroq insonga tekshirtirardim. Sevaraga tekshirtirardim, support teacherimizga. Sevara tekshirib berardilar. ChatGPTga faqat shu artikel yaratish uchun foydalanardim. Bundan keyin meni essayim boshqa mendan yaxshiroq, writing yaxshiroq bo'lgan odamlar ham tekshiriladi. Men o'zim ham analyze qilaman. U analyze qanaqa bo'ladi? Writing o'sha ninerlari o'sha topikka yozgan essaylarini olib o'qiyman. Balki ularda boshqa ideadir,
balki agar lucky bo'lib men aytgan ideyani aytgan bo'lsa, qanaqa qilib boshqa language aytsa bo'ladi, qanaqa qilib advanced grammar ishlatib yoki shunaqa useful chunks of language'larda ishlatib essay yozish mumkin. Shunaqalarda o'zingizniki bilan boshqalarnikini compare qilaversangiz, miya ancha o'rganib qoladi. O'shandan keyin siz o'zingiz ham sekin advanced levelga shift qiladi miya. O'zi qanaqa qilib advanced essay qanaqa yozilishi kerak, o'zi siz feel qilasiz, buni his qilasiz. Shunaqa bo'lib writing o'sadi. Speakingga keladigan bo'lsam, speakingni ham o'zim ham juda yaxshi ko'raman. Doim shadowing qilardim. Elementary darajasidan boshlab doim shadowing qilib kelganman. O'shanga bu ham katta yordam bergan deb o'ylayman. Lekin IELTS o'ziga keladigan bo'lsak, speaking app ilovasidan har kuni topiklar cover qilib chiqardim. Kamida 1 soat yoki 1,5 soat uxlashdan oldin kitob o'qirdim, aytdim, 30 minut o'qirdim. Kitob o'qishdan oldin speaking bo'ladi. Speaking qilganimda hamma topiklarni cover qilishga harakat qilardim. Men imtihonimgacha hamma part 1, hamma part 3 topiklarini cover qilib bo'ldim. Part 1 qilmadim, cover qilmadim. Lekin o'sha gapingizni bo'ldim. Speaking appda o'zingiz bilan o'zingiz gaplasharmidingiz yoki sherigingiz bormidi? Shu jarayon qanaqa bo'lgan? O'zim bilan o'zim gaplashardim, sherigim yo'q edi. Chunki aynan ko'p talabalarda sherig yo'q yoki o'zim bilan o'zim gaplashamanmi, ana jinnilik bu degan tushunchalar bo'lishi mumkin. Aslida bu ayniqsa juda foydali IELTSga tayyorlanayotgan yoki speakingni oshirmoqchi bo'lganlar uchun. Shu haqida qanday gaplashandingiz va bundan nima manfaat olardingiz? Menda bo'lgan muammo shu ham. Masalan, o'zim boshlamoqchi bo'lganimda o'zim bilan o'zim gaplashib qaysi mana zerikarli tuyulgan. Meni fikrimcha sizga gaplashgan odam kerak. Bittagina vaziyatda siz speaking performancesga feedback olmoqchi bo'lsangiz. Agar o'zingizni o'rgatish uchun, ingliz tilida gapirib yurishga o'rgatish uchun, ingliz tilini hayotingizga ko'proq olib kirish uchun bo'lsa, menimcha menda gapirishadigan odamim yo'q degan narsa bu bahona xolos. Eng zo'r yo'li o'zingiz bilan o'zingiz gaplashadigan narsa. Hamma ham o'zbek tilida, o'zini native tilida o'ziga o'zi gaplashib yuradi. Qaysidir paytlarda ingliz tilida qiling shu. Agar ingliz tilida qilsangiz, juda ham ingliz tilingiz oshadi. Men qilardim, o'zimni ingliz Telegramda kanal ochib olganman, o'zimga English Journey degan. O'zimni hamma ingliz tilida nima yangi narsa o'rgansam, hamma narsalarni o'sha kanalga tashlayman. Keyin speaking savollarini tashlab, tagdan voice message qilardim Telegramga. Telegramda voice message bilan answer qilardim javoblarga. Keyin eshitib chiqardim, qayerda ko'proq masalan tutilib qolish, qayerda vocabulary esga kelmay qolishi, shuna qilib analyze qilib, uni o'chirib tashlab, improved versionni yana bir marta voice message qilib tashardim. Shu har kuni speaking ham kamida 1 soat, 1,5 soat vaqtim olardi. Lekin unlucky bo'lib imtihonda part 1 va part 3 ham speaking appdan tushmagan. Men practice qilmagan part 2 speaking appdan tushgan. Practice qilmagan part 2. Part 2 umuman practice qilmagan edim appdan. Lekin qarasam, menga tushgan mavzu appda bor ekan. O'shanda shetga ehtiyot bo'lish kerak. IELTS imtihon topshirayotganlar, siz o'zingiz cover qilib chiqqan topiklar tushmay qolishi mumkin. Siz qancha tayyorlansangiz ham simultaneously speaking, listening, writing hammasini birga olib ketsangiz ham siz o'zingiz yaxshi practice qilgan narsalar tushmay qolishi mumkin. O'shaning uchun hamma narsa spontaneous bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ko'p siz o'zingiz cover qilib chiqqan topiklarni tushib qolsa kattaroq ball olaman degan noto'g'ri tushuncha bor. Shu narsani ham yo'qotish kerak. O'zi aslida IELTSda aynan talabalarni speaking appdagi savollarga nechalik tayyorligini tekshirmaydi. Aslida IELTSda ekzamenerlar talabalarni o'zi bilamiz, o'sha расшифровкасы bo'yicha, abbreviation bo'yicha talabalarni ingliz tilini bilish darajasini tekshiradi. Shuning uchun umuman IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilar shunchaki ingliz tilisini yaxshilasa, speakingda o'zi hayolida yoki kim bilandir gaplashayotganda qaysidir fikrini qanchalik oson o'zini tilida yetkazib berayotgan bo'lsa, shuni ingliz tilida yetkazish jarayonida qiyinchilik qanchalik kamaysa, demak speaking'i yaxshilangan. Mana shu qiyinchilikdan qochish yo'llarini izlash kerak. Endi yana bitta narsa bor, bilamizki, biz o'zbek tilida masalan global isish, ifloslanish yoki deylik, nimanidir afzalligi, kamchiliklari haqida har kuni o'rtoqlarimiz bilan, tanishlarimiz bilan yoki oila davrasida suhbatlashmaymiz. IELTSda esa bu mavzularga kirib chiqish zarur. O'zbek tilida ba'zan qo'yib bersa, o'sha mavzuda
jo'yali bir fikr bera olmasligimiz mumkin. Lekin IELTS talabalarida ayniqsa o'sha 7 dan yuqori, speaking 7 dan yuqori bo'lgan talabalarda yoki o'zimizning ingliz tili darajasi IELTS nuqtai nazaridan olsak 7 dan yuqori bo'lgan talabalarda shu narsa borki, o'zbek tilida o'sha savolni bersangiz, u qadar chiroyli ayta olmaslik mumkin, lekin ingliz tilida juda bir dekorativ qilib, joy-joyiga qo'yib, bog'lovchilarini joyiga qo'yib, fikrlarni joy-joyiga qo'yib gapirishga o'tadi. Bu o'z-o'zidan keyinchalik tayyorgarlik jarayonida bu o'zini tiliga, fikrlash doirasiga, nutqiga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, IELTS boshlashdan oldingi talaba bilan yoki umuman o'quvchi bilan IELTS 6,5, 7,5 olgan talabalarning speakingini solishtiradigan bo'lsak, shunchaki fikrlash doirasida, nutqida, o'zini tilida ham nutqida anchagina o'sish bo'ladi. Saviyasi, dunyoqarashi o'sadi. Demak, IELTS 8 yoki undagi o'sha qanday erishganligingiz haqida gaplashdik. Bir narsa hozir meni hayolimga ko'tarilibdi. General English'da yuqorida urg'u berib o'tdik. General English kuchli bo'lsa, siz har qanaqa umuman ingliz tiliga doir bo'lgan har qanaqa imtihonni crack qilishingiz mumkin. Shunda bir yana narsani aytib o'tishim kerakki, siz arada umuman tayyorgarliksiz, 0 ham topshirib chiqqandingiz. Va bunda C1 darajani 75 dan 70 ballni qo'lga kiritdingiz. Umuman o'zi tayyorgarlik bo'ldimi? O'zi to'g'ri mana eslaysiz, meni o'zi hay-haylashim bilan o'zlaringiz sinab ko'ringlar. Sizlarga ishonaman, yaxshi natijaga erishasizlar degan gaplarim bilan ko'p talabalar topshirib, kamida B2 va siz mana C1 darajaga erishdingiz. Bunda General English'ni o'rni nimada va o'zi umuman imtihon qanaqa kechdi? Tayyorlandingizmi? Yoki 0 imtihoni o'zi qanaqa bo'ldi? 0 keladigan bo'lsa, birinchi imtihonimga 2 oy qolganida shu 0 mavzusi ko'tarildi gruppamizda. Keyin ba'zi birlar topshiradigan bo'ldi, ba'zi birlar topshirmaydigan bo'ldi. Men IELTSdan oldin bitta menga experience bo'lsin deb, mayli 0 topshiraveraman deb 0 topshirib ko'rdim. To'g'risini aytsam, o'shanda IELTS menimcha muhimroq deb 0 uncha men 0 dan olgan natijam bilan biror joyga borib, uni topshirib, biror bir natijaga erishish maqsadim yo'q edi. 0 shunchaki mayli experience bo'lsin degan ma'noda edi. 0 ga o'shaning uchun tayyorlanmadim. IELTS o'qib yuraverdim, General English'ga e'tibor berib yuraverdim. 0 da uncha qattiq deep concentration bilan study qilganim yo'q. Bir marta listening ishlab ko'rgan edim, mock'ini ishlagan edim. O'shanda 75 balli sistemasida 75 chiqqan edi listening. Nisbatan men o'zimga osonroq tuyulgan edi IELTSga nisbatan. Bir marta shuni qilgan edim xolos. Keyin reading, writing, tushunchasi ham bo'lmagan. Speaking qanaqa bo'ladi? Umuman bilmas edim. General English'im o'ziga ishonib bordim. Yo'lda ketayotganda writing task 1 ularda letter haqida ozgina menimcha narsa o'qib olsam yaxshiroq bo'ladi. Biz yo'lda ketayotganda o'shanda bir ikkita 0 dan katta natijaga erishgan insonlarni Telegramda kanallarga obuna bo'lib qo'ygan edim. Ularda letterlarni o'qib ketib turdim. Boshqa narsa qilganim yo'q, shu ikkalasidan boshqa. Bordik, 0 imtihoniga, katta auditoriya. 0 da bitta nima deymiz endi, IELTSga qaraganda disadvantage technical issue bo'lishi mumkin. Technical issue bo'lishi mumkin. Imtihon jarayonini o'zida. Menga masalan bo'lgan meni orqaga tortgan narsa listeningda kolonka juda past eshitilgan edi. Katta auditoriya, haligi universitetlarda leksiya berishadi-yu, katta auditoriya tepaga chiqib ketadigan. Men juda eng tepasiga, joyim juda eng tepasida ekan, o'zlari borib olib kirib o'rnatib qo'yishdi meni joyimga. Belgilangan bo'lgan yondan. Kolonkalar juda ham uzoqdi. Juda ham uzoqdi. O'shanga naushnik bormi? Naushnik yo'q, kolonkada. Yo'q, kolonkada. O'shaning uchun men yaxshiroq eshitib, oldinga engashib, belim og'risa ham oldinga engashib o'sha testni yechib, listening yechdim. U har xil imtihondan ham 75 dan 70 chiqdi. Listening boshqa narsa reading yaxshi engashmadi, yana ham ozroq. 75 dan 80 chiqardi. Balki. Keyin reading qismiga o'tildi. Reading qismida savollarini turi nisbatan IELTSga o'xshaydi, lekin IELTSda yo'q savol turlari ham bor. Masalan, tekstni o'zini berib qo'yadi, blank joylari bo'ladi. O'sha tekstda ishlatilgan bitta so'z qo'shish kerak. Bunaqa narsa IELTSda yo'q. O'shaning uchun shart turlari farq qiladi. Shart turlari farq qiladi. Reading nisbatan menga birinchi marta first time experience bilan yechib chiqdim readingda. Keyin yana bitta qiziq bo'lgan narsa, readingda 0 da
masalan 35 ta savol bo'lsa, 28, 29 savollar bir xil. True false not given savol. 28 savol bir xil, 29 90 u ham bir xil. Bir xil savol. Bir xil savol bo'lib qolgan. Ikkalasini men topishim bo'yicha eslayman, ikkalasi ham true edi. ikkalasini ikki xil qo'ymaganmisiz? Yo, true yozganman. Balkim qaysi biridir adashib qo'yilgan bo'lsa, o'zi boshqa savol bo'lgan bo'lsa, u boshqa savol javobi not given yo false bo'lsa, buni true qilsam xato bo'lib qolarmikin deb o'ylaganman. O'shda yurgan insonlardan so'raganimda, test tuzishda demak. test tuzishda xato bo'lgan, copy paste bo'lib qolgan, shunga o'xshagan xatolik bo'lib qolgan. Ma'ni endi bitta savol hech narsa qilmasdi, tavakkal qilib kelasini ham. Aynan sizlarga shu narsa kelib qolgan. Yo'q, hammanikida shunaqa. Tekshirib chiqish bir xil bo'ladi. Hammada shunaqa chiqdi. Lekin siz chaqirgansiz. Lekin men chaqirganman. Shunaqa. Qolganlar balki yetib kelmagandir. Balkim. Ha. Reading shunaqa qiziq bo'lgan. Writingga IELTSdagi task qanaqa bo'lsa, unda ham shunaqa. Просто task 1da ham yo'l o'rganib kelganim yaxshi bo'lgan ekan. Task 1da o'rganib kelgan narsalarni ishlatib yozishga harakat qildim. Writing ham uncha qiyin bo'lgani yo'q. Eng menga shu 75 dan 70 olib umuman seferdaga tayyorlanmasdan 75 dan 70 olganim asosiy sababi sizni qo'l ostingizda General Englishda yaxshi o'qiganim bo'lgan deb o'ylayman. Bo'lmasam unchalik C1 chiqmasdi. Chunki bilamiz, ba'zi bir IELTSga tayyorlanmaydi, seferda o'ziga tayyorlanadi. Ularda unchalik natija chiqmasligi mumkin, chunki General English yaxshi emas. Ular seferda o'zini testini qanaqadir tip yoki tracklar qilishga harakat qilishadi. General English boost qilish kerak bo'lgan paytda. Lekin bizda siz General Englishda bizga juda ham katta e'tibor berardingiz. Shu menga katta yordam bergan safarlar. Ha, shu o'rinda yana o'sha boshqa kuzatuvchilarga ham aytib o'tishimiz kerakki, umumiy ingliz tili aslida eng muhim narsa sanaladi. To'g'ri. O'zi IELTSda ham o'sha General English'ingizni darajasini tekshiradi. Sefer ham xuddi shu. Hech qanaqa bir deylik alohida bir siri yoki deylik qanaqadir kodi yoki qanaqadir bir sirli kitob yo'qki, siz beginnerdan turib IELTSdan 8 olish imkoniyati bo'lsa. Bunaqa bir aniq bir yo'li yoki bir oson usuli yo'q. Eng oson usuli ingliz tilini shunchaki atroflicha va chuqur o'rganish. Darajaga yetadi darajada bilish. Shuning uchun General English deganda mana bizda har xil kuzatuvchilar bor. Beginner bo'lishi mumkin, elementary, pre-intermediate, intermediate. 6 ta daraja bo'lsa, hech bo'lmaganda 4 ta darajani o'qish kerak. Yoki bo'lmasam siz 3-darajada bo'lsangiz ham IELTS o'tganingizda o'sha 4-daraja, 5-daraja beradigan narsalarni beradigan resurslarni, kitoblar, listening, readingni o'zi yoki bo'lmasa speaking tayyorgarlik jarayonini o'zida o'sha levelingiz oshayotgan bo'ladi. Siz IELTSga yaqinlashayotgan yoki IELTS 7 ga, 8 ga yaqinlashayotgan bo'lasiz, to'g'ri. Lekin o'sha yaqinlashishning o'zini tagida sizni pre-intermediate to'xtatib kitobni IELTS kursiga o'tgan bo'lsangiz va IELTSdan deylik 7 olgan bo'lsangiz yoki 7,5 olgan bo'lsangiz, bu C1 ni beradi. Bu degani pre-intermediate siz 5 lik bo'lgansiz misol uchun va o'sha 1 yil kurs davomida 5 dan 7 ga o'tdingiz. Ya'ni o'sha kurs davomida siz intermediate o'qidingiz, upper intermediate o'qidingiz va advanced o'qidingiz. Aslida aynan o'sha General Englishda o'sha kitoblarni o'qimagan bo'lsangiz ham IELTS davomida buni o'qigan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bu narsani ba'zilar sal noto'g'ri tushunadida, men IELTSga o'tsam bo'ldi. O'sha General Englishda mazmunini yoki General Englishda bilimini beradi degan ma'noda hali pre-intermediate ham bitirmasdan, elementary darajani tugatmasdan IELTSga o'tib olishadi. Bu narsa kelajakda bitta ballda, misol uchun 4,5 yoki 5 da o'sha listening readingda deylik, 4,5 yoki 5 ballda qotib qoladi o'quvchi. Chunki o'sha General Englishda o'zida pre-intermediate, intermediate, upper intermediate ko'rish kerak bo'lgan zamonlar bo'ladi. Zamondan tashqari boshqa strukturalar, ingliz tili bilamiz juda ham keng, ishlatiladigan strukturalarimiz juda ham keng, so'zlar ayniqsa, vocabulary, phrasal verbs, collocationlar. Ba'zan bo'lishi mumkin, ular zo'r phrasal verb, zo'r collocation deb yodlab oladi yoki zo'r idiomani yoki kerak bo'lsa maqolni yodlab olishi mumkin. Lekin o'sha idiomani yoki collocationda noto'g'ri strukturada, misol uchun to be bilan fe'lni birgalikda present simple ishlatib, ba'da zo'r collocation ishlatish mumkin. Vaholanki, struktura ham to'g'ri bo'lsa, collocation ham joyiga tushsa, ana o'shanda haqiqiy daraja bir-biriga mos darajada yuqori bo'ladi. Mana seferdan C1 mavzusini tingladik, eshitdik, yaxshi. Bu bilan ikkala natija bilan tabriklaymiz. Va bir narsani yuqorida aytib o'tdingiz, ChatGPT masalasini. Ba'zilar mana kuzatuvchilarimiz balki qaysidir yo'sinda foydalanayotgan bo'lishlari mumkin.
ChatGPTni mana masalan o'zim ham chiqqandan keyin bu funksiyasi keyinroq qo'shildi. O'zim ham ingliz tilim to'xtab qolmasligi uchun aynan o'sha gaplashaylik, biz faqat dars beramiz o'qituvchi sifatida, lekin o'zimiz darsdan tashqari ingliz tilida gaplashishimiz kamroq bo'ladi. Practice, casual practice kamroq bo'lganligi uchun ChatGPTga gaplashish funksiyasi qo'shilgandan keyin men o'zimga shuni odat qildim. Ya'ni o'sha naushnikda znachogi bor, ikoni bor, bilamiz. O'shani bosib turib, bemalol ChatGPT bilan gaplashishingiz mumkin. Nastroykasidan o'g'il bola yoki qiz bola qilishingiz mumkin. Uni 3 xil toni bor. O'zingizga xohlagan holatda moslash setup qilganingizdan keyin bemalol siz gaplashishingiz mumkin. Ya'ni speaking appsiz, qanaqadir kitobsiz yoki deylik aniq bir partnyorsiz gaplashishni oddiy va oson usuli. Internet bo'lsa bo'ldi. Qo'lingizda telefon, internet bo'lsa bo'ldi. ChatGPTga kirasiz va siz oddiy bitta savol bilan o'zingizga partnyor hosil qilishingiz mumkin. Ya'niki menga IELTSga tushadigan part 1 savollaridan ber. Bo'ldi. Yoki kerak bo'lsa mavzusini aytishingiz mumkin. Misol uchun o'zingiz qiynaladigan mavzudir yoki o'zingiz nozikroq yoki o'zingiz u mavzuda qanaqadir so'zlar yoki grammatikalaringiz pastroq darajadadir. Yoki o'sha mavzuda siz ko'p xato qilarsiz yoki o'sha mavzuda dunyoqarashingiz pastroq. Menga deylik environment mavzusida IELTS part 1 da savol ber yoki deylik menga musiqa mavzusida o'zingizga qalbingizga yoki xarakteringizga yaqin, qiziqishingizga yaqin mavzularda ham berishingiz mumkin va keyin siz javob berasiz va ana endi meni javobimni baholab ber. 4 ta kriteriya bor bilamiz speakingda. O'sha 4 ta kriteriya bo'yicha speaking baholab bersangiz, baholab beradi. Xatolarimni aytsangiz, xatolaringizni aytadi va qaysi so'zlarni almashtirsam yoki qaysi so'zlarning iboralarni o'rniga boshqa iboralarni ishlatsam darajam yuqorilashgan bo'lardi degan savolni ham berishimiz mumkin. Shu orqali ChatGPT bilan gaplashib, qaysidir ma'noda sun'iy intellekt bilan gaplashib, biz hayolimizda gaplashaversak, o'sha hayolimizda bitta timsol bo'lib qolar ekan. Men boshida aytaman, suhbatni boshlashdan o'sha ChatGPTga tasavvur qil, ma'no ismi mamnaqa, sani isming mamnaqa. Sani endi mana shu ondan boshlab Alisa deyman. Masalan, Yandexda Alisa bor yoki deylik sani Liza deyman. Bo'ldi, kelishib oladi. Liza siz ho'shtama labbay deganda ingliz tilida sizga murojaat qiladi. Chunki siz unga buyruq berdingiz. Endi sen men uchun Lizasan. O'zini shunaqa tasavvur qiladi va siz bemalol hayolingizda ham Lizani tasavvur qilib olib, kerak bo'lsa sizga u partnyor sifatida, do'st sifatida gaplashib, bemalol o'zingiz speakingingizni rivojlantirishingiz mumkin. Ya'ni yuqoridagi hali partnyor topolmayapman yoki hali yo'l joydan bahona izlaydigan talabalarga bu ham yaxshigina tavsiya bo'lishi mumkin. Yoki shu funksiyasini bilmay yurgan talabalarga buni ham bemalol ozgina titib, oqtarib, faqat vazifalarda javobini so'rash uchun emas, balki speaking sherik sifatida bu narsadan foydalansalar, speakinglari qisqa muddatda oshishi mumkin. Mana IELTS haqida to'xtaldik, sefr haqida gaplashdik. Men o'zimning savollarimni berdim va kuzatuvchilar ham menimcha o'zlariga kerak javoblarni olishdi. IELTS topshirmagan talaba sifatida, siz ham kamida 8 olmoqchi bo'lgan ambitious student sifatida o'zingiz ham topshirmoqchisiz, keyin qolib ketdi. Hop, nima savolingiz bor mana Ibrohimjonga murojaat qilmoqchimisiz? Xo'sh, to'g'risi o'zimda bo'lgan eng katta qaysidir ma'noda muammolardan bittasi, mana o'zimda emas, bu global muammo degan bo'ladi. Ya'ni, masalan, o'sha aytdingiz, ya'ni kunlik ishlash, ya'ni o'qish soatlarimni ko'paytirdim. Ya'ni masalan aytdingiz, bir kunda 4 ta skill ishladim, artikel o'qidim, writing yozdim, task 1, task 2 yozdim. Bu narsalarni qaysidir ma'noda qilaversa odam zerikadi-da. Qaysidir ma'noda meni o'zimda endi bo'lishi mumkin. Masalan, o'zingizga har kuni motivatsiya berarsiz, ya'ni consistency talab qilarsiz, o'zingizdan uydagilaringiz talab qilar masalan. Lekin baribir nima desa bo'ladi? Miyada shunaqa signal bo'ladi-da, qaysidir ma'noda zerikish, miyada bitta ish qilaverib, qaysidir ma'noda charchash bo'ladi. Shu narsaga sizda ham bo'ldimi? Keyin qanaqa yechim tavsiya qilasiz masalan? Ha, to'g'ri. Burnout deymiz buni. Portlab ketasiz. Qo'pol qilib aytganda, menda ham bo'lgan. Unda shunchaki 1-2 kun dam olasiz. 1-2 kun dam olasiz, 1-2 kun dam olganingizdan keyin lekin oldingizga clear maqsad qo'ygan bo'lsangiz, aniq maqsad qo'ygan bo'lsangiz, shu maqsadga erishish uchun boringizni bermoqchi bo'lsangiz, unda motivationdan ham ko'ra sizga consistency ko'proq yordam beradi. Ya'ni davomiylik, tartibli bo'lib, 1-2 kun mayli dam olish mumkin. U odam charchaydi, bu normal holat. Hamma odam ham charchaydi. Charchagandan keyin yana
eski holatiga qaytib o'qishlarni davom ettirganman. Yana bitta o'zimning shaxsiy savolim bor. Masalan 6,5 balldan, masalan meni o'zimda shunaqangi vaziyat bo'lgan. Endi men IELTS topshirmaganman, lekin qaysidir ma'noda mocklarga yuzlanadigan bo'lsak, 6,5 balldan 7 ballga chiqish menimcha bu ya'ni eng qiyin holat. Masalan 7,5 dan 8 dan ko'ra, masalan 6,5 dan shu B2 oxiridan C1 ga o'tib olish juda ham qiyin vaziyatda. Lekin siz masalan o'sha 6,5 dan 7, 7,5 emas 8 ga ko'tarildingiz. Yana 2 oy ichida. Bunda masalan qaysidir ma'noda nima sabab bo'ldi, nimani misol uchun aytdingiz, o'qish soatini ko'paytirdim. Endi bu masalan albatta qilinishi kerak bo'lgan narsa. Lekin qaysidir yana nima bor masalan? Omil bundan tashqari aytib o'tilgan narsalardan tashqari. Aytib o'tilgan narsalardan tashqari 6,5 dan 8 ga 2 oyda ichida meni qaysidir ma'noda sakrashga sababchi bo'lgan bitta narsa bu menimcha siz men bunga lucky bo'lganman, to'g'ri o'qituvchi topishingiz kerak. Ayxon Sobirov mening o'zim ustozim. Siz to'g'ri o'qituvchi topsangiz, sizga to'g'ri guidance, yo'nalish beradigan bo'lsalar, menimcha o'sha teacher bilan oxirigacha borib, qaysidir ma'noda o'sha teacherni etagidan ushlab, mahkam ushlab, ham aytganlarini qilish menga qo'shimcha yordam bergan 8 ga. Meni yaxshiroq shunaqa. Masalan, hozir juda ham ko'p o'quvchilarda, ya'ni o'qituvchidan o'qituvchiga sakrab ketaveradi. Masalan, qaysi o'qituvchida o'qiydi, yana 2 oy o'qib yoqmadi, bunga sakraydi. Lekin menimcha ayni mana shu vaziyatda, ya'ni siz oldindan boshidan boshlab o'qib kelgan o'qituvchi sizga yordam beradi. Ya'ni o'sha 6,5 gacha keldingiz va sizda nima kam bo'ldi, nima yetmadi 6,5 dan masalan 8 gacha. Ya'ni o'sha bo'shliqda o'qituvchi biladi. Masalan, shifokorga borsangiz ham bitta shifokorga borursiz, oldingi misol uchun istoriyangizni biladi-yu. Ya'ni siz tarixiyngizni, kasallik tarixiyngizni biladi. Masalan, o'qituvchilar ham shunaqa deb o'ylayman. Masalan, siz o'sha kasallik tarixiyngizni bilib, xatolaringizni bilib, ya'ni o'sha siz aytganda yordam berish mumkin, masalan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Yaxshi. Suhbatni qiziq joyda davom ettiramiz. IELTS seferini mana yaxshi gaplashdik. Endi mana mikrofonni sizga beramiz. Ayxon. O'zi Flex haqida hamma ham shunchaki ega bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa 9-10 sinfgacha kelmaguncha 5, 6, 7 sinf o'quvchilarida umuman tushuncha bo'lmaydi. O'zi IELTS deylik, hozir deylik 100 ta odamdan 90 ta odam bilsa, Flex haqida 100 ta odamdan bitta odam bilishi mumkin. Shuning uchun o'zi sizni muvaffaqiyatingizga, hozirgi yutuqlaringizga yetib kelishdan oldin Flex dasturi o'zi nima? Flexda to'lig'i nima? O'zi bu dastur nima maqsadda tashkil qilingan? Va ularni bu tashkilotni, dasturni tuzishda nima maqsad ko'zlab qurishgan deb o'ylaysiz? Ular haqida batafsil aytib bersangiz. Albatta bu ya'ni juda ham muhim qism hisoblanadi. Ya'ni nimadir ish qilishdan oldin uni tagidagi, ya'ni negizi maqsadini bilib olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni hozir menga juda ham ko'plab ya'ni o'sha Flexga qiziqadigan o'quvchilar yozadi. Ya'ni Flexga topshirganimdan keyin masalan universitetga topshirsam qanaqadir plyus bo'ladimi yoki Flexga misol uchun o'qiganimdan keyin yana Amerikaga qaytib borishim mumkinmi yoki Amerikada o'qishim, SAT o'qishim yoki qaysidir ma'noda tayyorlanishim mumkinmi degan narsani savol so'rashadi. Lekin menimcha bitta narsani yaxshilab tushunib olish kerak. Flex bu ya'ni o'z nomi bilan cultural exchange dastur hisoblanadi. Ya'ni madaniyat almashinuvi bu dasturda asosiy maqsadida. Sizni masalan Flex tanlab olingan finalist, ya'ni meni o'zim ham asosiy maqsadim bu cultural exchange qilish. Ya'ni o'sha American familyga meni misol uchun davlatimni o'zim ya'ni ambassador sifatida boraman. Ya'ni o'sha narsa mening responsible edim. Ularda misol uchun qaysidir ma'noda O'zbekiston degan narsani ya'ni misol uchun shakllantira olish ularda misol uchun xayolida, ya'ni O'zbekiston degan so'zni eshitgandan keyin nimadir kelish kerak. O'sha narsani men ularga bera olishim kerak. Hozirgi o'quvchilar juda ham ko'plab masalan adashtirishadi, ya'ni Flexni akademik dastur deb o'ylashadi. Yo'q, Flex akademik dastur emas. O'ziga akademik qanaqadir plyus ham bermaydi deyarli. Flexda cultural exchange qilishingiz kerak. Buni o'zining nomi ham bor. Future Leaders Exchange Program, ya'ni kelajak liderlar almashinuv dasturi. Bu siz lider bo'lasiz, ya'ni ular sizni qabul qilishadi, siz ularda misol uchun cultural exchange qilasiz, o'rgatasiz va o'rganasiz. Mana shu asosiy maqsad. Flexda ya'ni misol uchun hozir juda ham ko'pchilik o'ylashi mumkin, ya'ni bilish kerak bo'lgan ma'lumot, Flex juda ham competitive dastur hisoblanadi. Ya'ni bu dasturga 22 ta davlatdan ya'ni o'quvchilar topshirishadi. Har yili 50 mingdan ziyod o'quvchilar. Va Flex dasturining bitta juda ham qiziq fakt, ya'ni
qabul qilinish darajasi atigi 2% tashkil qiladi. Ya'ni bu ya'ni dunyodagi top universitetlarni qabul qilish darajasidan ham misol uchun past, ya'ni kam. Masalan, Harvard universitetini qabul qilish misol uchun protsenti bu 5%. Flexda bu 2%. Bu ya'ni juda ham misol uchun competitive darsligini anglatadi. Shuning uchun o'quvchilar masalan Flex o'zida ham eshitgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Flexda sizni ingliz tili darajasi qaysidir ma'noda rol o'ynamaydi. Rol o'ynaydi, ya'ni siz o'zingizni fikringizni yetkazib bera olsangiz bo'ldi. Masalan, mana hozirgi finalistlarning orasida ham bizda hozir 58 ta finalist bor, umumiy 60 ta hisoblasak. Ularda masalan IELTS olganlar O'zbekistonda juda ham ko'p. Masalan, yarmidan ko'pini IELTS bor. Va bu IELTS masalan 5,5 6 ham emas. 7,5 8. Eng ko'p 8 ballli o'quvchilar. Shunda menga juda ham ko'p so'rashadi, ya'ni ingliz tili darajam, misol uchun bilish darajam necha bo'lishi kerak yoki IELTSim necha bo'lishi kerak. Men aytaman, yo'q, IELTS muhim emas. Avvalo siz o'zingizni o'ylang, siz o'zingizga lidermisiz yoki yo'qmi? Kimnidir o'zingizga yetaklay olasizmi va Flex so'ragan narsani bera olasizmi? Shu narsani men so'rayman o'quvchilardan. Shuning uchun men masalan topshirishdan oldin ya'ni maslahat berardim, to'liq o'rganib chiqishni programma. Ya'ni siz o'zingizga maqsad qilib olishingiz kerak oldindan. Flex nima? Mana shu savolga javob birinchi navbatda va men nima uchun Flexga topshiryapman? Va Flexda masalan successful o'quvchi sifatida tanlab olinsam, men asosiy maqsadim nima? Nima qilishim kerak? Nima bera olaman programmaga? Mana shu savollarga javob kiritish kerak va Flexda o'sha men bilishimcha eng asosiysi cultural exchange programmagini tushunib yetish kerak. Xo'p, endi o'ta bir hali professordaqa tushuntirdingiz. Biz kuzatuvchilar 70-80 yoshli professorlar emas, bilamizki, 15 yoshdan 25 yoshgacha tili yaqinda chiqqan, o'zbek tilini ham endi gapirishni o'rganib olgan o'smirlar. Bu o'smirlar uchun qozoqcha variantda yoki dehqoncha variantda Flex qanaqa dastur, necha yoshli o'quvchilar topshiradi, qayerga ketyapsiz o'zi va u borgan joyingizda siz qanaqa yutuqlarga erishishingiz mumkin. Bu davrda siz qayerda bo'lasiz? Shunaqa holatda oddiy tilda tushuntirib bersangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Hozir to'g'risini aytsam, bu savollar juda ham ko'p berilgan va meni ya'ni o'zim ham qaysi ma'noda adabiy jihatdan gapirish tilim rivojlanganroq deb bilaman o'zim, chunki ko'p gapiraman va bu ham qaysi ma'noda menga Flexda ustunlik bergan communication sifatida. Shuning uchun shu narsani ko'proq ta'rif qilishga harakat qilaman. Endi o'sha dehqoncha qilib tushuntiradigan bo'lsam, Flexda siz masalan yutganingizdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga borib 10 oy mobaynida, ya'ni American High School, ya'ni Amerikaning yuqori maktabida o'qib kelishingiz mumkin. Ya'ni 10, 11, 12 sinflarda o'qib kelishingiz mumkin. Va bunga misol uchun talablar, ya'ni o'sha eligibility criteria bor, ya'ni o'sha mos kelish misol uchun talablari. Buning uchun siz bu yilgi masalan hozir application ochiq, hozirgi yosh chegarasi, ya'ni siz hozirda 2010-yil 15-iyuldan 2008-yil 15-iyulgacha, ya'ni o'sha vaqt oralig'ida tug'ilgan bo'lishingiz kerak. Va siz hozirda ya'ni Amerikaga borganingizda masalan o'sha 10-sinfga eng kamida qabul qilinadigan yoshda bo'lishingiz kerak. Ya'ni maktabda ham o'sha talabi bor. Misol uchun topshirayotgan vaqtingizda 9-sinfni yakunlagan bo'lishingiz kerak. Shu talabi ham bor. Va sizga misol uchun Flexda beradigan xizmatlar pluslarni aytadigan bo'lsam, Flex dasturida siz misol uchun talab olinganingizdan keyin siz uchun eng asosiysi American Dream'da kelishi, ya'ni misol uchun o'sha dream o'z uchun kashf qilinishi va Amerikani haqiqiy ichki hayotda American family bilan, ya'ni o'sha host family bilan, ya'ni tub aholi bilan yashab, o'sha narsani o'zingiz uchun masalan o'rganish. Yana hozir aytib ketishim kerak bo'lgan ma'lumot, siz Amerikada ko'pchilik o'ylashi mumkin, masalan, o'zim ketaman yoki o'zim qayerdadir turaman, o'zim o'qiyman, o'zim yashayman deb o'ylashi mumkin, lekin siz bitta o'sha Amerikan oila bilan yashaysiz. Amerikalik oila bilan yoki o'sha Amerika fuqarosi bo'lgan oila bilan yashaysiz. Ular sizni ya'ni qabul qilib olishadi, xuddi masalan, ota-ona, xuddi qarmog'iga olgan insondek qabul qilib olishadi. Va bu aytib o'tishim kerak, mutlaqo bu to'laqonli, ya'ni xavfsiz bo'lgan vaziyat. Flex program adashmasam hozir ya'ni 33 yildan beri o'zini ya'ni faoliyatini olib boradi. Ya'ni bu vaqt mobaynida ya'ni rivojlangan, ya'ni qo'shimcha narsalar qo'shilgan, hattoki siz sug'urtalashadi, ya'ni sizni ya'ni sog'lig'ingiz bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu programma buni to'laqonli o'zini misol uchun bo'yniga oladi. Cover qiladi.
ya'ni o'sha masalan bosqichlar bo'yicha gaplashganimizda bu narsani ko'proq aytib ketaman. Ma'lum bir bosqichda siz to'ldirishingiz kerak bo'lgan hujjatlar bor. Bu hujjatlarning orasida sizni tibbiy hujjatingiz ham bor. Ya'ni sizni shu yoshgacha, tug'ilganingizdan shu paytgacha bo'lgan barcha muammolaringiz haqida yozasiz va ulardan tashqari bo'lgan muammolarning hammasini Flex dastur qoplab beradi. Ya'ni qanaqadir oldin masalan nimagadir allergiyangiz bo'lmagandir, Amerikaga bordingiz, allergiya paydo bo'ldi. Bu ham qoplanadi. Va bu ya'ni misol uchun o'sha topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarning ota-onalariga aytib o'tishimiz mumkin. Shaxsan menda ham bo'lgan muammo, ya'ni ota-ona qaysi mana shubha qilishgan. Shubhaga o'rin yo'q. Ya'ni sizning farzandingiz to'laqonli xavfsiz hududda bo'ladi. Xavfsiz ya'ni oilada, oilani ham to'laqonli masalan jinoiy misol uchun tarixini tekshiriladi. Ya'ni ularda misol uchun hech qanaqangi nojo'ya holatlar bo'lmasligi kerak, to'laqonli tekshiriladi. Juda ham uzoq muddat, ya'ni mobaynida 1 yil, 2 yil ham ketishi mumkin. Ular tekshiriladi, xavfsizligiga ishonch hosil qilinib, ya'ni ularni oilalariga jo'natiladi. Endi o'zga borganda ishonchli qo'llarda bo'lar ekanda. Albatta ishonchli qo'llarda bo'ladi. O'zimni masalan borayotgan joyim haqida qisqacha aytib ketadigan bo'lsam, meni o'zim hozirda O'zbekistondaman va Xudo xohlasa shu yaqin vaqt ichida Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha aytilgan ya'ni exchange yearni o'tash uchun boraman va men hozirda Amerikani Arkansas shtatiga borishim, ya'ni menga host family chiqdi Arkansas shtatidan va bu haqida menga ma'lumot berishdi. O'zim hozirda qiziqyapman shtatimga, ya'ni meni shahrim Harrison shahri. Shaharlar bo'yicha ma'lumot olyapman, ya'ni mana o'zim xohlagan joylarga o'zim ishonchim hosil bo'ldi, ya'ni komil bo'ldi. Hozirda mana shu kelajakda meni kutayotgan qaysi ma'noda muvaffaqiyatli kunlarimga o'zim tayyorgarlik ko'rib boryapman. U qaysi sanada siz ketasiz, masalan, uchasiz? Ya'ni biletingiz qachon chiqadi? Bu ham qiziq. O'tirib ketasiz. Endi taxminan bo'lsa ham sanalar. Taxminan endi qaysi ma'noda taxminiy sanasi albatta bu sentyabr ichida bo'ladigan narsa. Men o'zimning shaxsiy fikrimga ko'ra bu adashmasam, ya'ni o'zim izlanishlarimga ham ko'ra desam bo'ladi. 26-sentyabrga to'g'ri keladigan sana. Ya'ni bu mana uchadigan sana va undan ya'ni oldin 1-2 kun oldin men o'zim ya'ni kerakli joyda bo'lishim kerak. Ya'ni buni aytishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun 24 yoki 25-sentyabrdan mana o'zi ya'ni American Journey boshlanadi. Shunday. Demak, aytga borganda nechinchidir sinf bitta tugatib borasiz, yangi o'quv yili, yangi sinfingiz Amerikada boshlanadi. Erta 1 yil bo'lsangiz, 2 yil bo'lsangiz, 1 yil 2 yil to'xtamasdan Amerikada bo'lasizmi-ki, O'zbekistonga bir kelib ketish imkoniyatini beradimi? 1 yil bo'lasiz. 1 yil bo'lasiz. Ha, programmani o'zini ya'ni qonun qoidasi ham bor, ya'ni buni shartnomalari ham bor. Siz programmada to'liq 1 yil emas, ya'ni o'sha aytadigan bo'lsak, bitta o'sha maktab o'qish yilida bo'lasiz. Bir o'qish yilini Amerikada tugatib ketasiz. Masalan, bizda ham 9 oy bo'ladigan bo'lsa, aytdi siz flex umumiy olib 10 oy Amerikada bo'lasiz. Shartnomaga asoslanadigan bo'lsak, ya'ni siz bu yilni, ya'ni 10 oyni maktab tugatganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib kelishingiz majburiy. Va bu narsa ya'ni o'rtada masalan kelib ketish imkoniyati yo'q. Ya'ni bu to'liq programmani tugatganingizdan keyin qaytib kelishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa masalan qanaqadir holatga ko'ra yoki qanaqadir vaziyat, endi hammada bo'lishi mumkin, har xil holat. Kutilmagan vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta sizni xohishingiz, ota-onangiz xohishlariga ko'ra bu narsa albatta o'ylab ko'riladigan holat. Shu holatga ko'ra siz vaqtliroq qaytishingiz ham mumkin. Vaziyatga ko'ra. Endi bunaqa holatlar ma'lum juda kamdan kam va bu arzigulik vaziyat bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsa ham ofitsialniy ko'rib chiqiladigan mavzu. Yaxshi, endi mana Amerikaga borasiz deylik. Baribir dastur o'rganib chiqqansiz yoki o'zingizdan oldingi yillarda yutib ketganlarni qanaqadir kuzatgandirsiz ijtimoiy tarmoqda yoki do'st orttirgandirsiz, ular bilan tanishgandirsiz. Deylik o'sha Harrison City'ga ketdingiz, Arkansasga sentyabr oxirida 10 oy davomida u yerda maktabni davom ettirasiz. Hozir mana 9ni bitirdingiz. Hozir borsangiz 10-sinfga o'tasizmi? Ha, to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu qaysi ma'noda, ya'ni farqlanadigan holat, masalan, bitta shtatda bo'lishi mumkin, ya'ni shtatlarda yoshlar farqi bor. Albatta, shtatlarda o'zini qonun qoidasi ham bor va maktablarda ham o'zini alohida qonun qoidasi bor. Ya'ni umumiy bitta tizimga ko'ra, ya'ni o'qitilmaydi. Ya'ni shtatlar alohida, shahar ham alohida bo'lishi mumkin va shaharning ichidagi maktab ham alohida bo'lishi mumkin. Hozirda mana misol uchun hozir Amerikada, ya'ni
deyarli 50 ta o'quvchi hozir exchange yerini o'tab kelmoqda. Ya'ni ular ketib bo'lgan, o'sha yerda maktabga ham joylashib bo'lgan, o'qishlarni boshlagan. 58 tadan 50 tasi ketib bo'lgan. Ketib bo'lgan. 50 ta 51 tasi ketib bo'lgan va hozir ya'ni biz ular bilan muloqot qilib turamiz, ular bilan gaplashib turamiz. Mani bilishim bo'yicha deyarli ularning hammasi 11 va 12 sinfni o'qiyapti. Ya'ni 9-sinfni bitirganlar ham 11 va 12 sinfda o'qiyapti. Demak, 10 ni bitirganlar 12 ga o'tgan, 9 bitirganlar 11 ga o'tgan. Deyarli 10 bitirganlar ham 11 ga o'tishi mumkin, qaysidir ma'noda. Endi bu qonun-qoidaga bog'liq, maktabingizga bog'liq, ya'ni school counselorga ham bog'liq. Qatga tushgan, to'g'ri, hamma ham Arkansasda emas. To'g'ri, bilamiz Amerikada federal law va state law bor. Ya'ni butun bir davlatga amal qiladigan qonun va shtatning o'zining qonuni. Alohida qonun. O'sha shtatning alohida qonuniga ko'ra o'quvchilar aynan istisno sifatida, masalan, o'sha shtatda deylik, bizda O'zbekistonda hozir mana amaldagi qonunga ko'ra 7 yoshdan siz maktabga chiqadigan bo'lsangiz, qaysi bir shtatda bu 6 yoshdir. Qaysi bir shtatda bu 8 yoshdir. Endi biz aniq fakt bilan gapirmayapmiz, umumiy holatni olyapmiz. Ya'ni shtatdan ko'ra shtat qaysi bir shtatda o'sha aytganimdek yuqoriroq, qaysi bir shtatda pastroq yoshdan olganiga ko'ra siz misol uchun 9-sinfdan 11-sinfga o'tib qolishingiz mumkin yoki 10-sinfdan 12-chi high schoolda oxirgi yilga o'tib qolishingiz mumkin. Shu o'rinda esim yodga oldim. Meni o'zim akam ham shu nimagadir aniq o'sha paytlarda yosh edim. Accels deb atalardi. Aniq hozir men spellingini bilmayman. Balki noto'g'ri eshitib qolganmanmi yoki shunaqa eshitganmanmi, juda yosh bo'lganman. Balki flex aytilgan bo'lsa men Accels eshitganmanmi. Xullas, shu aynan shu dastur bo'yicha qatnashganlar va g'olib bo'lganlar o'shanda Amerikada bir yil shu high schoolda o'qib kelganlar va graduation ham o'sha yerda bo'lgan. Hozirgacha men o'sha paytlarda men juda yosh bo'lganman, kichkina bo'lganman. Havas qilardim, har oy posilka kelardi. Post kelardi. O'shandan menda ham juda ham katta shu flexda qatnashib, men Amerikaga ketaman degan ishtiyoq, orzu uyg'ongan o'sha paytda aslida. Va keyinchalik meni o'zim ham ingliz tilini o'rganishni boshlashimda ham katta sabablardan biri shu aslida. O'sha posilkalarda Amerikani o'ta sifatli deylik, qanaqadir mahsulotlari bo'lishi mumkin, kiyimi bo'lishi mumkin, bizga jo'natishardi. Baribir made in the USA degan narsani qo'shib, boshqacha yo'q berardi o'sha paytda. Va birinchi marta haqiqiy o'sha bitani va bitada urishingiz mumkin bo'lgan to'pini, baseball bat va baseballda to'pini yuborganlar va hozir ham turibdi. Masalan, qaysidir bir Amerika kinolarida ko'ramiz, masalan, to'g'ri qanaqadir vahshiy tomon yovuzlik nuqtai nazaridan maqsadlarda foydalanish mumkin, lekin sport nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqiy bitta. Masalan, O'zbekistonda bu sport turi mashhur emas. O'shani qo'lga olsam qanaqadir menda boshqacha hissiyotlar bergani. Shu narsani hozir eslab yodga oldim va o'sha albomlari hozirgacha turibdi deyapman. Mana bizda bilamizki, masalan, o'zimni maktabimdagi o'sha vinetka deymiz, xalq tilida maktab bitirganingizda 1-2 betli o'sha hamma sinfdoshlar va o'qituvchilar rasmi tushgan 1-2 betli foto albomcha, ya'ni vinetka tayyorlanadi. Lekin o'sha payti bilmadim, endi hozir masalan yilni eslaydigan bo'lsam, masalan deylik akam o'shanda 16 yoshlarda tasavvur qiladigan bo'lgan bo'lsalar, deylik 2000-yillarga, 99-yillarga to'g'ri keladi. Bu 24-25 yil oldin bo'lyapti. 24-25 yil oldin o'sha albomda o'zi 50 betlik edi. O'zlari bilan olib kelganlar. O'sha 50 betli, ya'ni katta mamlaqa. Endi vinetka bizda kichkinaroq bo'lardi o'sha paytdagi vinetkalar. Katta og'ir albom va albomda olsangiz o'sha high schoolda boshidan boshlab oxirigacha o'quvchilar tushgan rasmlar. Ularda endi u paytlar fotoapparatlar bo'lardi, telefonlar yo'q edi. U vinetkada haligi maktabning direktori ham bor va boshqa xodimlari, o'qituvchilar bor va o'quvchilarni qanaqadir qo'pol qilib aytganda jinnicha rasmlari ham bor. Masalan, bir-biriga so'zlashib turgani bo'lishi mumkin. Va bu vinetkaga o'sha o'qituvchi ham qaysidir ma'noda boshqa oddiyroq, jiddiyroq vaziyatlarda rasmga tushib, o'sha vinetkaga qo'yishga rozi bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, ular bizdan ancha erkinroq. Va bunga o'ta jiddiy qaramaydi. Ya'ni o'qituvchilarni o'zi ham oladigan bo'lsak, studentlar, ya'ni maktab o'quvchilari o'zlarini xohlagan holatda bir hali qumsaydigan shirin damlarini o'sha albomga qo'yishga qarshilik bildirmagan. Masalan, biz ma'lumot turamiz-ku. 3ga 4ga tushganda vinetkada masalan, endi hozir ancha kreativ bo'lib ketdi bu.
Lekin 25 yil oldin faqat 3 ga 4 ga o'xshagan rasmlar bo'lardi. Masalan, ota-onalaringni deylik, maktab binetkalarini bo'lsa, ochib ko'rsalaring, gapimga iqror bo'lasizlar. O'zimizga ham shunaqa. Deyarli shunaqa. Hozir sal montaj qilib, boshqacha qilib kreativ holatga keltirilyapti, lekin 25 yil oldin ularda allaqachon erkinlik shundan sezilgan demoqchi. Aytmoqchimanki, maktab tizimi yoki fikrlash butkul farq qiladi. Endi mana Harrison haqida, ya'ni shahar haqida ma'lumotga ega bo'lyapman deyapsiz. O'zi endi men Arkansas haqida unchalik chuqur ma'lumotga ega emasman aslida. Amerika o'sha Qo'shma Shtatlarning qaysi qismida joylashgan, ob-havosi, iqlimi qanaqa, bu narsalar ham menimcha o'zi uchun ham qiziq bo'lgan bo'lsa kerak. Meni o'zim uchun ham qiziq, lekin menimcha hozir bitta narsani o'zim ham eslab qoldim. Bu ham qaysidir ma'noda muhim narsa, aytib o'tishim kerak. Ya'ni mana o'zi Flexga kirib kelish tarixim degan bo'lardi. Ya'ni bu ham siz aytgan narsaga bog'liqligi uchun hozir aytib ketishim kerak. Meni o'zim siz oldingizga birinchi, ya'ni o'sha o'quvchi bo'lib kelgan paytlarimda ozgincha o'tgandan keyin eslayman, o'sha qaysidir ma'noda sovuq tushib qolgan paytlar edi yoki o'shanda biz o'qiyotgan turgan gruppada o'sha boshida siz aytganingizdek hamma o'quvchilar mendan yoshlari katta. Men eng kichkina o'quvchi bo'lganman, ya'ni o'sha adashmasam 6-chi yoki 5-sinfdagi o'quvchi edim. Qolganlar 8-9-sinfdagi talabalar edi. Haligacha eslayman. O'sha vaqtda ham, ya'ni Flex haqida menda birinchi tushuncham, ya'ni siz tufayli bo'lgan. Ya'ni bu narsada o'sha vaqtda ham o'sha o'quvchilarga aytgandingiz, ya'ni qatnashishlar, topshiriqlar ularda, ya'ni o'sha motivatsiya bergandingiz, ruhlantirgandingiz. O'sha vaqtda men ya'ni o'tirgan joyimda kechagida esimda, o'sha ya'ni Flex har eslaganimda esimga keladi desam bo'ladi. Bir joyda, ya'ni o'sha xonada chekkada o'tirardim. Ya'ni bir ikkita dars mobaynida gapirib o'tganingizni g'alati bo'lib o'tirardim. Chunki haligi Dreamga, haligi misol uchun programmaga ulardan ko'ra ko'proq men qaysidir ma'noda ya'ni his-hayajon bilan yondashardim. Lekin mana o'sha vaqtda ya'ni yoshim to'g'ri kelmaganligi, topshira olmasligim, ya'ni juda ham xafa qilgandim. Ya'ni misol uchun hali yosh bo'lganman. O'sha vaqtda ya'ni o'sha akangizlarni borib kelganlarida, misol uchun taassurotlari, experience'larini gapirib berardingiz. Ya'ni adashmasam tog'izlarning o'g'illari ham borib kelgan edi. Amakingiz o'g'illari ham borib kelgan edi. O'sha esimda o'shalarni gapirib berib o'tirganingizda men ya'ni o'sha vaqtda Flex uyg'ongan menda. O'sha vaqtda masalan o'sha experience'larni eshitib, ya'ni o'zimni tasavvur qilardim-da, o'sha vaziyatni, o'sha holatni tasavvur qilib, ya'ni masalan ingliz tili boshlashimga, ya'ni aytganimga asosiy sabab o'sha American Dream bo'lsa, o'sha Dreamga qaysidir ma'noda bitta yo'l ochildi, ya'ni imkoniyat ochildi degan narsa o'sha vaqtda bo'lgan. Lekin oradan misol uchun eligible bo'lmadim, ya'ni buning uchun menga 2-3 yil kerak bo'lishini bilib, qaysidir ma'noda bu programma haqida to'liq unutgan edim. Ya'ni bu programma o'zi menda xayolimdan chiqib ketgan, hech narsa esimda yo'q va meni qaysidir ma'noda baxtimga degan bo'ladi. O'tgan yili bizda, ya'ni Alpha Schoolga asos solingandan keyin bizga yangi support teacher qo'shildi, ya'ni ismlari Sardorbek aka. Sardorbek aka ham, ya'ni o'sha Flex programmasida qatnashib, ya'ni semifinalist degan o'sha unvongacha yetib borgandilar. Ya'ni o'sha kishim kelganlaridan keyin yana o'sha Flex, ya'ni orzusi menda uyg'ondi, orzusi ochildi. Qayta tirildi. O'sha o'lik xotiralar. O'sha bizning Telegram gruppamizga bitta link keldi. Bu link juda ham qiziq. Ya'ni menda unutilgan narsa Flex yozuv. Menga umuman notanish. Men linkni tushirib bordim. Orada America degan so'z chiqib qoldi. Shuni o'sha joyda to'xtadim. America degan narsa shunday o'zimni to'xtatdi. Linkga bosib kirishga majbur qildi. Linkga bosib kirdim. Ma'lumotlarni o'qib chiqib, o'sha siz menga aytgan, siz tanishtirgan dasturligi meni yodimga tushdi yana. Esladim, qayta eslab. Ya'ni o'sha support teacherimizni oldilariga borib, mana shu Flexga ya'ni topshirish o'sha niyatimni bildirdim. Va vaqtimga mana ya'ni oxirgi umidim qolgan edi. Ya'ni odatda o'quvchilarning 2 yil, ya'ni misol uchun ikkita imkoniyati bo'ladi, eligible bo'ladi 2 yil. Lekin menda oxirgi imkoniyatim qolgan edi 1 yil. Ya'ni bitta imkoniyat qolgan edi. Shu imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qilib, yana mana shu narsaga ya'ni o'zim start berdim desam ham bo'laveradi. Va buning uchun ham sizga ham juda katta hissingiz bor. Ya'ni bu programmada meni ya'ni boshlang'ich misol uchun qaysidir ma'noda nima desa bo'ladi, ta'rif bergan programmaga, ya'ni siz o'zingiz hisoblanasiz. Shuning uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Bu o'rinda o'sha qaysidir ma'noda Sardorbekga kelishi
va ro'para bo'lishi bizga keyinchalik Sardorbeyda o'sha semi finalist darajasigacha borib sizga ro'para qilishimiz, qolaversa Sardorbeyni o'zlari ham mana ko'rib turgan bo'lsalar, o'shaga ham minnatdormiz. Sizga yo'l yo'riq ko'rsatishlari ham qaysidir ma'noda omadingiz. Shu vaziyatlar, imkoniyatlar bizda hayotimizda qanaqadir darajaga, muvaffaqiyatlarga erishishimizga yordam beradi. Sababchi. Bular sabablardan biri va tagida albatta ingliz tili ham yotibdi. Bitta punktni tashlab o'tdingiz. Ingliz tili to'g'ri IELTS requirementda yo'q, buni bilamiz. Ingliz tili darajasi kamida qanaqa bo'lishi kerak Flexga topshirmoqchi bo'lgan talabalar? To'g'risi bu ham eng ko'p hali beriladigan savollardan bittasi. Hozirda masalan topshirayotgan o'quvchilar juda ham ko'p. Ular ko'proq so'rab yozishadi. Masalan, men hozir qaysi mana bu darajadaman. Men misol uchun essaylarni yozish uchun, imенно essaylarni yozish uchun qaysi ma'noda darajam qancha bo'lishi kerak? Sizda qancha bo'lgan va menda qancha bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Men masalan ularning savolini eshitaman-da, ya'ni o'zimni misol uchun aytadigan bo'lsam, o'zimning darajamni pre-intermediate bilan intermediate o'rtasidagi darajada bo'lganman. Lekin shunga qaramasdan masalan sababsiz bu narsaga mana General English Ibrohimjon aytganlaridek biz bitta gruppada o'qiganmiz. Aytib o'tishimiz kerak buni ham. Bitta gruppada bo'lganmiz. General English masalan o'zimni o'sha vaqtdagi darajamga nisbatan qaysidir ma'noda yuqoriroq bo'lgan. Masalan men bilan bitta misol uchun boshqa ya'ni o'quvchi, misol uchun ikkalamiz pre-intermediate darajadamiz. Lekin men misol uchun o'zim bilardim. Men u misol uchun pre-intermediate o'qiyotgan o'quvchidan ustunroqman. Chunki General English menda yaxshiroq deb o'ylardim. Shuning uchun umumiy qilib aytadigan bo'lsam, masalan, o'sha pre-intermediate bilan intermediate o'rtasidagi talaba, masalan, hech qanaqa qiyinchiliksiz, masalan, topshirishi mumkin. Essaylarda ham, masalan, keyinchalik bo'ladigan masalan testlarda ham bemalol masalan o'zini erkin holatda fikrini bemalol bayon qilishi mumkin deb o'ylayman. Hop, Ayibxon ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu kabi dasturlar pulli deb o'ylashadi. Yoki bo'lmasa yana bir tarafi bor, masalan, o'sha Amerikada o'sha host familyda yashash davomingizda xarajatlar masalasi. Masalan, to'g'ri, u oilada ovqatlanishingiz mumkin boshqadir, lekin maktabda nimadir oyingiz kelishi mumkin yoki bo'lmasam qayergadir aylangani chiqishni istab qolishingiz mumkin. Albatta, Amerikaga borgandan keyin bitta uydan maktabga qatnab kela olmaysiz, to'g'rimi? Shunga o'xshagan xarajatlar o'zi kimni bo'ynida va qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Juda ham to'g'ri savol. Ya'ni juda ham ko'pchilik o'ylaydi rostdan ham, masalan, meni o'zimdan nimaga xarajat qilishim kerak, nimaga to'lashim kerak deyshadi. Lekin siz hech narsaga to'lashingiz hojat yo'q. Hamma narsa, ya'ni o'sha departament tomonidan qoplangan. Hattoki masalan, o'rtada darslar bo'ladi ba'zi bir, ya'ni offline holatda. Bizga o'sha darslarda masalan borib kelish xarajatimizni ham qoplashgan, ya'ni chiptalarimizni ham qoplashgan. Ya'ni siz ketishingiz ham qoplanadi, Amerikada yashashingiz ham, ya'ni masalan turar joyingiz, oziq-ovqatingiz, ya'ni eng asosiy narsalar qoplanadi. Bundan tashqari sizga o'sha siz aytgandek masalan pocket money deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha sarflanadigan masalan o'rtoqlaringiz bilan misol uchun qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, har oy o'shalar uchun sizga $200 stipendiya ajratiladi. Dastur tomonidan har oy sizga ajratiladi va undan tashqari emergency holatlar uchun masalan maktabda o'quv qurollari bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir holatlar uchun yana $300 sizga alohida ya'ni mablag' ajratiladi sababli holatlarga ko'ra. Demak, siz yoningizdan yuqori qilayotganda 1 tiyin sarf qilmasdan shu Qo'qondan turib Amerikaga o'sha Arkansas shtatiga borib, bemalol yana o'ynab, kulib, o'qib, dasturda o'sha o'ylangan maqsadlarga erishgan holatda cultural exchange qilib, qaytib kelishga muvaffaq bo'lasiz bu dasturda qatnashish orqali. Bir so'z bilan mazza qilsangiz bo'ldi. Yaxshi, zo'r, yaxshi. Yaxshi, bugun mana juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Mana Ibrohimjon erishgan yutuqlar bilan va bu muvaffaqiyatga erishishda qanaqa bir qiyinchiliklarni bosib o'tganligingiz haqida va Ayibxonni mana Flex dasturida g'olib bo'lib Amerika kech arafasi turganliklari bo'yicha suhbat olib bordik. Endi xayrlashuv o'rnida har birlariga bir so'z bermoqchimanki, masalan, IELTS o'qiyotgan yoki IELTS kursiga o'tmoqchi bo'lgan talabalarga qisqagina qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? So'nggi so'z o'rnida nima deb qolgan bo'lardingiz? Yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'proq consistent bo'ling, ya'ni biror bir ishni boshladingizmi, qanaqa agar juda ham zarur sabab bo'lmasa, doim o'zingiz ustida ishlab boring. O'zingizga bahona qilmang, o'zingizga honest bo'ling. Imtihoningizga yaqinlashib kelayotganini his qilib,
o'z ustingizda doim ishlab yuring. Aytishadi, ingliz tilida consistency is the key to success. The more you're going to do, the better you're going to get. Shunaqa ekan, bahonalar qilmasdan, menimcha to'g'ri o'qituvchini topib, o'qituvchi yordamida har doim harakatdan to'xtamasdan harakat qilish kerak. Yaxshi, endi sizda mana albatta IELTS olganingiz yo'q, lekin Flex dasturida hozir mana davom etyapti. Flex dasturida qanaqadir yutish uchun, oddiy so'z bilan aytganda, g'olib bo'lish uchun o'quvchi nimalarga amal qilish kerak? Qanaqa maslahatlar berib qolgan bo'lardingiz? Hozir ham to'liq aytganingiz, application hozir ham ochiq, hozir ham ya'ni o'sha qabul jarayoni davom etmoqda. Men hozir qabulga, ya'ni o'sha registratsiya qilib application topshirmoqchi bo'lganlarga, ya'ni bu journeyni endi boshlamoqchi bo'lganlarga avvalo, ya'ni mana shu journeyda asosiy maqsadni aniqlab olishni maslahat beraman. Ya'ni bitta misol uchun imtihon yo'lda tursa, oldin maqsad bo'lishi kerak. Keyin beradigan maslahatim ingliz tilidan tashqari uni shunchaki o'zingiz fikringizni ifodalay olasizmi? Bo'ldi, shu savolni bering. Agar shu savolga javobingiz ha bo'lsa, keyingi faqat qilishingiz kerak bo'lgan ish menimcha bu o'zingizga ko'proq experience orttirish. Chunki beriladigan essaylarda ham, siz bilan masalan interview processlar bo'ladi, interviewlarda ham sizdan faqat experience so'raladi xolos. Qanaqadir holatlar haqida tajribangiz, nima qilgan bo'lardi, shu narsalarni so'rashadi. Agar shu haqida o'zingizni shaxsiy fikringiz bo'lsa, boshdan kechirgan ko'nikmalaringiz bo'lsa, kechinmalaringiz, ularga bemalol javob berishingiz mumkin. Mana maslahatlarim hozir shu. O'sha Ibrohimjon aytganlaridek, consistency is the key to success. Doim o'zingiz maqsadingizni aniq qilib, o'sha tomon intilish kerak xolos. Yaxshi, Ibrohimjon, Ayibxon, ikkalalaringning ham ishtiroklaring uchun va o'sha ketkazgan vaqtlaring uchun rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi IELTS Chit Chat podkastlarida shu kabi muvaffaqiyatga erishgan talabalarni shu muvaffaqiyat yo'llari, ya'ni IELTS Journey yoki Flex Journey kabi kuchli maqsadga erishgan yoki orzularga erishgan yo'llarini bosib o'tadigan podkastlarda yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Sizga oq yo'l tilaymiz. Amerikaga borib, o'sha o'zi o'ylagan, hozirdan menimcha o'zingizga to-do listlar qo'yayotgandirsiz. O'sha listingizga qo'ygan narsalaringizga erishishingizni tilakdoshmiz va siz esa kelajakda o'sha topshirgan universitetingizda yaxshi muvaffaqiyatga erishib, kuchli top talabalar qatoridan joy olib, o'z o'ylagan maqsadlarga erishishingizni tilakdoshmiz. Kuzatuvchilarga esa umuman ingliz tiliga qiziqqan yoki umuman IELTS kursini boshlaganlarga esa bu yo'llarda to'xtamaslikni, intizomli bo'lishni va bardavom bo'lishni va ingliz tilini hayotlaridan uzib qo'ymaslikni maslahat beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.